Mana bir necha kunki men uysizlar boshpanasida yashayapman. Hech qachon o'ylamagandim men bilan bunday voqealar sodir bo'ladi deb. Meni ham xuddi ulardek xotirasini yo'qotgan deb hisoblashadi. Bu yerdagi odamlar amneziyaga chalingan. Ular hattoki o'zlarining kimligini bilishmaydi. Avval qayerda yashashganini, qarindoshlari kimligini umuman eslay olishmaydi. Shuning uchun o'z uylariga qayta olishmaydi. Toki ularni kimdir izlab kelmagunicha. Lekin men ulardek emasman. Men hammasini eslayman. Ismimni, avval qayerda yashaganimni, qayerda o'qiganimni va hattoki qayerda ishlaganimni ham. Hamma do'stlarimni va ota-onamni juda yaxshi eslayman. Lekin ularning oldiga qaytib bora olmayman. Men hech narsani unutmadim. Aksincha, butun dunyo meni unutdi. O'shanda men o'sha g'alati qishloqda tunni o'tkazmasligim kerak edi. Lekin o'sha tun men shaharga, ya'ni uyimga qaytmaslikka qaror qildim va qishloqda qoldim. Men shunchaki o'zimni xatoyimni to'g'rilab, boshliqlar e'tiborga tushishni istardim. Bizning kompaniya o'sha qishloqning elektr tarmog'ini ta'mirlash bo'yicha tenderda yutib chiqdi va bu ishni menga topshirishdi. Men o'sha qishloqning rahbarini topishim kerak edi. Ba'zi bir hujjatlarni imzolatish uchun. O'sha kuni men yaqinlarimga sovg'alar olib, yo'lda ozgina ushlanib qoldim. Hujjatlarni qishloqqa olib borganimda esa qishloq rahbari meni kutmasdan qayergadir ketib qolibdi va faqat ertaga qaytishi mumkin ekan. Men esa tezroq hujjatlarni imzolatishim kerak edi. Chunki tez orada bayram. Allaqachon kech tushdi. Men qishloqdan ketmaslikka qaror qildim. Aks holda ertagina qaytib kelishim kerak. Bu kecha shu yerda qolib, ertaga qishloq rahbari bilan hamma byurokratik ishlarni hal qilib, keyin ketaman deb o'yladim. Shu qishloqlik elektrikdan qayerda tunab qolishi mumkinligi haqida so'radim. Albatta pulni to'layman. Elektrik aytishicha, bu yerda kichik mehmonxona bor ekan. Va qishda hamma xonalar bo'sh bo'lar ekan. Mehmonxonaning egasi qari bir kishi ekanligi haqida bilib oldim. To'g'risi, bu qariyani ko'rib ozgina qo'rqdim ham. Baland bo'yli, ozg'in qariya, sochsiz va hattoki qoshlari ham yo'q. Lekin u meni juda muloyim kutib oldi. Mehmonxonada qariyadan boshqa hech qanday ishchi yo'q ekan. U meni uzun va bir qavatli imoratga olib bordi. Eshikni ochdi va ichkariga kirdi. Ichkari juda sovuq. Nafas olganimda og'zimdan bug' chiqardi. Hozir otopleniyani yoqaman, deb va'da berdi qariya. Xavotir olmang, bu yer juda tez isiydi. Ungacha siz o'zingizga xona tanlashingiz mumkin. Xonalarning hammasi bo'sh. Mehmonxonada faqat 3 ta xona bor edi xolos. Va hammasi bir xil. Eski yashil aboylar, kravat, shkaf va kichik jog'on. Men koridor oxiridagi xonani tanladim. Chunki kravat oldida rozetka bor edi. Hech bo'lmasa telefonimni quvvatlab olaman. Qariya mendan pulni oldi-da, kravatimni to'g'irlashni boshladi. Men juda noqulay ahvolga tushdim. Bularni o'zim qila olishimni aytdim. Siz xavotir olmang. Men bu ishlarga ko'nikib ketganman, deb qariya jilmayib qo'ydi. Yozda bu mehmonxonada dam olishga kelgan odamlar yotib olishadi. Lekin qishda hech kim bo'lmaydi. Shuning uchun men har doim mehmonlar kelishidan xursandman. Lekin meni mehmonxonamni yopishlaridan xavotir olyapman. Har yil yopishmoqchi bo'lishadi. Aytishlaricha umuman talabga javob bermaydigan foydasiz mehmonxona ekan. Agar shu ish bo'lmaganida men allaqachon zerikishdan aqldan ozgan bo'lardim. Agar sizning mehmonxonangiz bo'lmaganida nima qilardim hayronman, dedim qariya xursand bo'lishi uchun. Bo'lmasligi ham mumkin edi, dedi qariya. Aslida bu imoratni qishloq rahbari klub qilmoqchi edi. Yana kutubxona ham qilishga urinib ko'rishdi, lekin negadir bo'lmadi va shu bilan mehmonxona qilishdi. Mayli, men sizni boshqa bezovta qilmayman. Dam oling. Qariya meni bir o'zimni xonada qoldirib chiqib ketdi. Meni yaqinlarimga qo'ng'iroq qilib, ularning qishloqda tunab qolishim haqida ogohlantirdim va uxlashga yotdim. Yarim tunda sovuqdan uyg'onib ketdim. Muammo otopleniyada emasdi. Men ko'rpasiz, yostiqsiz, sovuq temir prujinali karavotda yotardim. Xona juda sovuq edi. Eski devorlar, yirtilgan aboylar, kiyimlarim esa polda yotardi. Avvaliga qo'rqinchli tush ko'ryapman deb o'yladim. Lekin sovuq badanimni pichoqdek kesishni boshlaganida bu tush emasligini tushundim. Sovuqdan muzlab qolmasligim uchun shimimni, ko'ylagimni va paypog'imni kiyib oldim. Jin ursin, bu nimasi? deb o'ylab qoldim. Avvaliga bu yer boshqa joydek tuyuldi. Lekin yo'q. Bu o'sha xona, o'sha kravat oldidagi rozetka va o'sha yashil aboylar. Ammo bu joy shunday ko'rinardiki, xuddi bir necha yildan beri bu yerda hech kim bo'lmagan. Bu holatlarni men miyamga umuman sig'dira olmasdim.
g'alati bo'lib ketdim. Eshik ortidan qadam ovozlari eshitildi. Kimdir meni xonamga yaqinlashardi. "Bu yerda nima bo'lyapti?" deb baqirdim sovuqdan titrab. Eshik zarba bilan ochildi. Men qaltirardim. Kuchli yorug'lik ko'zimga tushdi. Kimdir fonarni to'g'ri meni ko'zimga tutib turardi. Men faqat qop-qora inson shaklini ko'rardim xolos. Lekin tezda o'sha qariyaning ovozini tanidim. U meni savollarga ko'mib tashladi. "Sen kimsan? Bu yerda nima qilyapsan? Qanday bu yerga kirding?" Men hayron bo'ldim. Chunki o'sha muloyim qariya endi juda qo'pol ohangda gapirardi. "Nima aqldan ozdingizmi?" dedim ko'zimni qo'lim bilan yorug'likdan to'sib. "Fonarni oling. Nimani boshladingiz? Nima uchun sizga pul to'ladim? Men ustingizdan arz qilaman." "Kimsan deb so'rayapman?" deb baqirdi qariya. Men kecha tunda bu yerga joylashdim-ku." "Qayerga?" "Sizning mehmonxonangizga." "Mehmonxonani allaqachon yopishgan. Men bu yerda qorovulman. Sen nega bu yerga kirding?" Men qariya aqldan ozgan deb o'yladim. Bu suhbat jonimga tegdi. Men o'zimni xavfsiz his qilmayotgandim va u bilan bir xonada qolishni ortiq xohlamasdim. Fonar nuridan qochib chiqish eshigiga qarab yurdim va nihoyat qariyani ko'rdim. Uning yuzini ko'rib, qo'rquvdan baqirib yuboray dedim. Uning boshi cho'zilgan, g'alati shaklda edi. Yuzi esa g'ijimlangan plastilindek. Xuddi qiyshiq ko'zgudagi aksga o'xshardi. U odam emas, aksincha qandaydir maxluq. Men xuddi yosh boladek baqirib yubordim va eshikka qarab yugurdim. "To'xta!" deb baqirdi qo'rqinchli qariya va qo'li bilan yuzimga tashlandi. Tirnog'i bilan ko'zimni va yuzimni tirnab tashladi. Uni oyog'im bilan itarib yubordim va qorong'i koridorga o'tildim. Badbashara qariya orqamdan quvvat deb o'yladim. Lekin birdan xona eshigi yopildi va hamma ovozlar tinib qoldi. Koridor issiq edi va yirtilgan bo'ylar ham yo'q. Nima bo'ldi o'zi? Badbashara, cho'zilgan boshli qo'rqinchli qariya. Balki ko'zimga ko'ringandir. Axir u meni ko'zimga fonarni tutib turgandi. Yoki shunchaki tush ko'rdimmi? Men bo'lsa qo'rqib xonamdan chiqib ketdim. Haqiqatdan ham bular juda ahmoqona tuyuldi. Koridor oxiridagi eshik yopiq holda qoldi. Men hattoki o'sha xonada qariya bo'lgan yoki yo'qligini tekshirishni ham xohlamadim. Yuzim yonardi, ko'zlarim qattiq og'rirdi. Qo'lim bilan yuzimga tegindim. Qon. Haqiqatdan ham yuzimni tirnab olishibdi. Demak, bu tush emasdi. Yoki o'zim uxlab yotgan vaqtim tirnab oldimmi? Nima bo'lsa ham bu joyda ortiq qolishni xohlamasdim. Qishloqdagi odamlarga bo'lgan voqealarni aytishim kerak edi. Lekin tashqariga chiqish eshigi qayerga qoldi? Bu qorong'ida uni topishning iloji yo'q edi. Men faqat qo'shni xonaning eshigini topib oldim xolos. U yerdan qandaydir ovozlar eshitilishni boshladi. Eshik ortida xira yorug'lik taralib turardi. Sariq, pushti va yashil yorug'lik. Mehmonxonaga yana kimdir joylashdimi? Men qo'rqardim. Qorong'ida bir o'zim qolishni istamasdim. Lekin o'sha xonada meni nima kutayotganini ham bilmasdim. Baribir tavakkal qildim. Taqillatdim va eshikni itarib ochdim. Nima bo'lsa ham bunday holatni kutmagandim. Bu xona emas, katta bir zal. G'alati. Kecha tunda hamma xonalarni ko'zdan kechirgandim. Bu yerda hech qanday zal yo'q edi. Xona o'rtasida sun'iy archa turardi. Ustida esa har xil rangli chiroqlar. Archa atrofida esa g'alati yosh bolalar turardi. Yuzlarida esa eski karton qog'ozdan yasalgan hayvonlar tasviridagi niqoblar. Quyonlar, ayiqlar, mushuklar, itlar. Bolalar esa umuman qimirlamasdan turishardi. Xuddi haykaldek. Ular bilan esa baland bo'yli ayol turardi. Egnida qop-qora ko'ylak bilan. Qora yorug'lik sabab uni yuzi ko'rinmasdi. Shuning uchun men uni yuzini ko'ra olmadim. Uning yuzini qorong'ilik yashirib turardi. Zalda past ovozda sokin musiqa yangrardi. Menga bu musiqa bayram uchun juda qayg'ulikdek tuyuldi. Xuddi dafn marosimidek. Musiqadan juda og'ir notalar yangrardi. Bularning hammasi juda g'alati edi. Yarim kechasi ular nima qilishyapti? Odatda bu vaqtda hamma bolalar uxlashadi. Kimning miyasiga yarim kechasi bolalar uchun bayram qilish kelib qoldi? Kechirasiz, dedim bu yerdan qanday chiqib ketish mumkinligini so'rash maqsadida. Lekin baland bo'yli ayol meni eshitmadi. U jahl bilan baqirdi. Uning ovozi juda ingichka, xuddi skripkaning ovoziga o'xshardi.
Siz bizga juda xalaqit beryapsiz. Ko'rmayapsizmi, bolalar bayram nishonlashyapti. Tezda chiqib keting. Kechirasiz, deb qo'ldiradim men. Ayol meni oxirigacha eshitmasdan, "Bolalar, u bizga xalaqit beryapti. Haydab yuboringlar." Bolalar tezda o'zlariga kelib menga qarab yugurishdi. Ular nimjon, lekin birgalashib meni yiqitishdi. O'nlab qo'llar yuzimni tirnardi. Ko'zlarimga barmoqlarini tiqishardi. Bo'g'ishga harakat qilishardi. Ularni itarib yuborardim, lekin foydasiz. "Meni tinch qo'ying!" deb ayiq niqobdagi bolani va mushuk niqobdagi qizni itarib yubordim. Qiyinchilik bilan oyoqqa turib oldim. Mayda ramaslar bir og'iz gapirmay yana tashlanishardi. Men bozor oyoqda turardim. Baland bo'yli ayol esa shunchaki tomosha qilardi. Hattoki ularni to'xtatishni ham o'ylamasdi. Men juda g'azablandim. Bor kuchim bilan urishni boshladim. Ularni har tomonga uloqtirishni boshladim. Ular esa yana va yana tashlanishda davom etishardi. Xuddi yovvoyi hayvonlardek. Bir bolani o'zimni itarayotib, bexosdan uning niqobini urib tushirdim. "Ey Xudo, bu nimasi?" U bolaning yuzi yo'q edi. Faqatgina 3 ta teshik, ko'zlar va og'iz o'rnida. Bu teshiklar sinxron tarzda kengayib kichrayardi. U yana menga tashlandi. Bir amallab bu badbasharalarni uloqtirib, o'qdek koridorga o'tirib chiqdim. Qorong'ulikda hech narsani ko'rmasdan yugurardim. Va nihoyat mana chiqish eshigi. Endigina eshik tutqichini buraganimda kimdir meni oyog'imdan ushlab tortdi. Men yuzim bilan polga urildim. Kuchli qo'llar meni sudray boshladi. Bu o'sha badbashara boshi g'alati shakldagi qariya edi. "Qayerga ketyapsan? Senga hech kim ruxsat bermadi." Endi u qariyaning qo'lida fonar emas, uchi qayrilgan qandaydir temir bor edi. Qariya ikki qo'llab temir bilan urish uchun oyog'imni qo'yib yubordi. Shu vaqtda temirni boshimga qadab qo'yishdan oldin qochib qolishga ulgurdim. Axir u meni o'ldirmoqchi bo'ldi. Shunchaki urish emas, boshimni majaqlab tashlamoqchi bo'ldi. Men bu safar qayerda paydo bo'lib qolganimni tushunmasdan yugurardim. Atrofda kitoblar terilgan, stilyajlar bor edi. Bu axir kutubxona. Endi tushunishni boshlagandim. Hamma narsa, hatto devorlar ham o'zgarayotgandi. Kichkina binoda bunday katta kutubxona qanday paydo bo'ldi? Qorong'uda bir burchakka berkinib oldim. Badbashara qariya qayerdadir shu yaqin atrofda. Uning nafas olishi eshitilardi. Menimcha u meni ko'zdan qochirdi. Negadir u meni topishib o'ldirishni xohlardi. Oxirgi qatordan xavfsizroq joy topdim. Menimcha qariya bu yerni tekshirgan va ikkinchi marta tekshirmasa kerak. Qo'lim bilan og'zimni berkitib oldim, balandroq nafas olib yubormaslik uchun. Sekin yo'lakni ko'zdan kechirdim, badbashara qariyaning yo'qligiga ishonch hosil qilish uchun. Men bu yerda qancha kerak bo'lsa shuncha o'tirishga tayyorman. O'sha maxluqni qo'liga tushmasam bo'ldi. Shu payt kutubxonaga yosh bolalar kirib kelishdi. Aslida ular bola emas, do'zaxdan qochgan maxluqlarga o'xshardi. Endi ularning yuzida niqoblari yo'q edi. Ular o'zlarini bo'm-bo'sh teshiklardan iborat yuzlari bilan meni dahshatga solishardi. "Uni topinglar!" buyruq berdi qariya. Bolalar xuddi o'rgimchakdek o'rmalab ketishdi. Ulardan biri meni tezda topdi va boshqalarga xirillab signal berdi. U ovoz chiqarganda yuzdagi teshiklar kattalashdi va qariya tezda men tomonga yaqinlashishni boshladi. U qo'lidagi temir bilan meni urmoqchi bo'lganda men orqaga tisarildim va devor orasidan o'zim bilmagan holda o'tib koridorda paydo bo'ldim. Chiqish eshigini izlashga vaqt yo'q edi. Men derazadan qochishga qaror qildim. Derazani ochdim, lekin tashqari shunchalik qorong'u ediki, hatto osmon ko'rinmasdi. Yo'q, bu shunchaki qorong'ulik emas, men qop-qora bo'shliqda edim. Atrof jimjit, hatto shamol esmasdi. Qorong'u bo'shliqqa sakrash yaxshi fikr emas edi. Men ortimga qaradim. Ortimdan hech kim quvlab kelmayotgandi. Atrofni ko'zdan kechirdim. Oddiy qishloq mehmonxonasi. Klub ham, kutubxona ham emas. Ha, bu o'sha mehmonxona. Men birinchi marta kirganimda qanday bo'lsa shunday. Eski bo'ylar, taxtali pollar va xonalar eshiklari. Lekin deraza ortida ulkan bo'shliq. Xuddi bu bino katta bir bo'shliqda muallaq turgandek. Hattoki yulduzlar ko'rinmaydi. Bu hodisalar real hayotda sodir bo'layotganiga shubha qilishni boshladim. Birdan telefonim haqida esladim. Tezroq telefonimni topishim kerak. Koridor oxiridagi xonaga yugurdim. Eshikni ochdim. Ha, bu meni xonam edi. Hammasi xuddi o'tgan kechadagidek. Lekin mening kravatimda kimdir yotardi, ko'rpaga o'ralgan holda. O'ylab qoldim. Balki u menga yordam berar. Men kravatga yaqinlashdim
va endi qo'lim bilan turtib uyg'otmoqchi edim. Yuzini ko'rib tezda qo'limni tortdim. U men edim. Ha, kravatda yotgan men edim. To'g'rirog'i, mening qiyofadoshim. Uning boshi majaqlangan edi. Menimcha uni uxlab yotganda urishgan. Lekin men tushungandim, u men emas. Qandaydir qiyofadoshim yoki klon. Yoki bo'lmasa meni boshqa versiyam. Bu binoda haqiqiy olam termini buzilib, badbashara shakliga kirgandi. Men endi hech qayerga qochishni ham, biror nima qilishni ham istamasdim. Umidsizlikka tushib qoldim. Polga o'tirdim va qo'lim bilan yuzimni yopdim. Endi nima bo'lsa bo'lar. Mayli anavi qariya qo'lidagi temiri bilan boshimni yorib tashlasin. Mayli vahshiy bolalar meni bo'g'ib o'ldirishsin. Endi menga baribir. Bu yerdan qochib keta olmayman. Shu holatda boshimni tizzamga qo'yib, deyarli 1 soat o'tirdim. Toki bo'ynimga qor parchalari tushmagunicha. Men ko'zimni ochdim va boshimni ko'tardim. Bu yana qanaqa hazil? Men bo'mbo'sh 4 devor orasida qor ustida o'tirardim. Bu binoda derazalari ham, tomi ham yo'q edi. Tepamda esa tongi kulrang osmon. Men o'rnimdan turdim va ko'chaga chiqdim. Men chiqqan bino aslida hech qanday bino emas. Qishloq o'rtasidagi qandaydir tashlandiq xaroba edi. Tashqarida meni mashinam ham yo'q edi. Men bosh kiyimsiz, kurtkasiz, hatto oyoq kiyimsiz bitta paypoqda turardim. Shu holatda qor bosib yordam izlab ketdim. Qishloqda yashovchilar menga tez e'tibor berishdi. Ular mendan nima bo'lganini, nega kiyimsiz yurganimni va kim meni yuzimni bunday darajada tirnab tashlaganini so'rashdi. Men o'sha kecha uchratgan elektrikni ko'rdim. Lekin u meni tanimadi. Aytishicha kecha hech kim qishloqqa hujjatlarni imzolashga olib kelmagan va qishloqning elektr tarmoqlari ta'mirlashga muhtoj emas ekan va hech qanday tenderda bu qishloq qatnashmagan ekan. Qanaqasiga? Axir men kecha keldim, mehmonxonada yotib qoldim va u yerda aytishlaricha bu qishloqda hech qanday mehmonxona yo'q. Men chiqib kelgan xaroba binoni deyarli 30 yil oldin oxirgacha qurib bitkazmay tashlab ketishgan. Bu bino klub yoki kitobxona bo'lishi mo'ljallangan ekan. Hattoki ko'plari bu bino nega qurilganini eslay olishmadi. Qishloqdagilar bu binoga yaqinlashishga ham qo'rqishar ekan. Aytishlaricha bu yerda odamlar issiz bir umrga yo'qolishar ekan. Kirgan odam qaytib chiqmaydi. Lekin odam yo'qolishining o'rniga aksincha paydo bo'lishi birinchi marta sodir bo'libdi. Kecha men ancha vaqt suhbatlashgan elektrik endi meni tanimayotganligiga ishora olmasdim. U menga qishloq mehmonxonasida tunashimni maslahat berganini, o'sha sochsiz qariya bilan tanishtirib qo'yganini aytdim. U esa bunday bo'lmaganini, meni tanimasligini, birinchi marta ko'rib turganligini aytdi. Yana bu yerda hech qanday sochsiz va qoshsiz qariya yo'qligini ham. Avval men tasvirlagan kishiga o'xshagan odam bo'lgan ekan, lekin bir necha yildan beri uni hech kim ko'rmagan. O'lgan bo'lishi mumkin. Nimalar bo'layotganini tushunmasdim. Ulardan telefon so'radim. Birinchi bo'lib ishxonamga qo'ng'iroq qildim. Bilmadim nima uchun. Lekin umuman boshqa tashkilot menga javob berdi, boshqa nom bilan. Ammo men raqamni adashtirganim yo'q. Axir men bu raqamlarni yoddan bilaman. Keyin dadamga qo'ng'iroq qildim. Dada, bilaman biz anchadan beri gaplashmay qo'ydik, lekin hozir men qiyin ahvolda qoldim. Iltimos, menga yordam bering. Siz raqamda adashdingiz menimcha, dedi dadam. Bu aniq uning ovozi edi. O'zimcha gap nimada ekanligini tushunishni boshladim, lekin taslim bo'lishni xohlamasdim. Yo'q dada, axir bu men sizning o'g'lingiz Gleb. Siz Stepak Sergey Sergeyevich Rujensov va Aksenina Nikolayevna bilan turmush qurgansiz, to'g'rimi? To'g'ri, javob berdi dadam. Meni hech qanday o'g'lim yo'q, faqat ikkita qizim bor va men hech qanday Rujensovani bilmayman. Xayr. Dadam telefonni o'chirdi. Nafaqat dadam, balki hech kim meni tanimasdi va eslay olmasdi. Shuning uchun meni uysizlar boshpanasiga yuborishdi. Meni xotirasini yo'qotgan deb yozib qo'yishdi. Lekin men hammani eslayman. Aksincha, butun dunyo meni unutdi. O'ylashimcha, bu dunyo ham meniki emas. Men qandaydir alternativ olamdaman. Meni dunyoyim ham deyarli shunday. Bu yerda men hamma uchun begonaman. Hamma meni g'alati deb hisoblashadi. Aqldan ozgan deyshadi. Yo'q, men soppa-sog'man. Nima qilayotganimni o'zim bilaman. Bu yerdan qochib ketaman. O'sha qishloqni topaman va oxirigacha bitmagan tashlandiq xarobaga kiraman. Balki yana avvalgidek qo'rqinchli tunni o'tkazishga to'g'ri kelar. Balki hayotimni xavfga qo'yishimga to'g'ri kelar. Yana o'sha badbashara bolalar va qariya bilan yuzma-yuz bo'lishimga to'g'ri kelar. Ammo
Bu mening uyga qaytishimga yagona imkoniyat. Menga omad tilang. Alo. Kim bu? Pizza buyurtma qildingizmi? Ahmoq! Sen bu yerga yovuzlikni olib kelding. Jin ursin seni. Sen o'limsan. Eshityapsanmi? Nega bu yerga kelding? Nega o'sha tashlandiq joyga bording? La'nat bo'lsin. Tezkor xabar. Soat 21:10 da Gagarin tumani, Lermontov ko'chasi, 17-raqamli ko'p qavatli turar joyining tagidan bir erkak, bir ayol va 2 yosh bolaning o'lik tanasi topilgan. Aniqlik kiritilishicha, ular bir oila bo'lishgan. Bu oila yashagan kvartira 5-qavatda joylashgan. Politsiya kvartiradan jinoyatga aloqador hech qanday dalil topa olmadi, faqatgina ochiq derazalardan tashqari. Taxmin qilinishicha, bu oila shu derazadan o'zini tashlab, o'z jonlariga qasd qilishgan. Buning sababi ham noma'lum. Salom. 2 kun oldin men bilan sodir bo'lgan voqeani sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Va hikoyani boshlashdan oldin yetkazib berish xizmatida ishlaydiganlarni yoki boshqa idora vakillarini, ya'ni uyma-uy yurib begona odamlarga qandaydir xizmat taklif qiladiganlar, har xil mahsulotlarni sotadiganlarni ogohlantirmoqchiman. Bu voqea sizlar bilan ham sodir bo'lishi mumkin. Bir kvartirada odamlar yashaydi, oddiy odamlar. Lekin shu podyezdda yoki umumiy yotoqxona koridorining bir xonasida xayolga keltirib bo'lmaydigan, inson zotining miyasi qabul qila olmaydigan voqealar sodir bo'ladi. Siz muloqotga kirishgan odamga yaxshilab qarang. Agar bu telefon qo'ng'irog'i bo'lsa, har bir harfning talaffuziga va har qanday ovozga e'tibor bering. Shunda men boshimni o'tkazgan holatga duch kelmasligingiz mumkin. Men oddiy talabaman. Ismim Sasha. Boshqa yosh yigitlar singari men ham o'qish uchun poytaxtga kelganman. Pul yo'q, yashash joyim yo'q. Yaxshi ishga joylashish uchun esa tajriba kerak. Va albatta u ham menda yo'q. Faqatgina yetkazib berish xizmati, gazetalar tarqatish va yarim stavkali ishlar. To'g'ri topdingiz. Albatta men ovqat yetkazib berish xizmatini tanladim. Nima bo'lsa ham qorinni to'ydirish kerak. Albatta, mijozlarning ovqati bilan emas, ko'plar o'ylagandek. Qorinni to'ydirish uchun ishlash kerak. O'qish, hayot, talabalar yotoqxonasi va oradan bir oy o'tib, yetkazib berish xizmatiga ishga kirdim. O'ylaymanki, men ishim nimalardan iboratligini aytib o'tirishim shart emas. Men bir guruhdoshimni velosipedi bilan mijozlarga ovqat yetkazib berardim. Albatta u menga velosipedini ijaraga berdi. Yaramas ochko'z. Yomon ko'raman mana shunday odamlarni. Imkonim bo'lganda tiriklayin ko'mib yuborgan bo'lardim bunday ochko'zlarni. Afsuski men yetkazib beruvchi bo'lib ishlayman. Yollanma qotil bo'lib emas. Ish boshida menga yoqdi. Chunki shahar katta. Velosiped bilan yurib shaharni tomosha qilish, yangi joylarni ko'rish zavqli edi. Ba'zida shunday holatlar bo'lardi. Biror qiziq narsani ko'rib qolsam, ishim haqida, qayerdadir meni bir och odam kutib turgani haqida butkul unutib qo'yardim. Yaxshi pul ishlab topardim. Menga kerakli hamma narsaga yetardi va alohida yig'ib qo'yishim ham mumkin edi. Lekin har doim ham emas. Jarimalar bo'lardi, ovqatni rad etish va shunga o'xshash holatlar. Bu ishda plyus taraf ham, minus taraf ham bor edi. Xuddi hamma joydagidek. Asosiy minusi bu begona odamlar bilan gaplashish, ko'rishish, ularni qo'llaridan pul olish. Xullas, ular bilan muloqotga kirish kerak edi. Mana yaqinda bir guruh erkaklarning kvartirasiga sushi olib keldim. Ular meni kvartirasiga olib kirib, spirtli ichimlik ichirishmoqchi bo'lishdi. Men esa muloyimlik bilan rad etdim va tezda bu podyezddan g'oyib bo'ldim. Ishimning asosiy burilish nuqtasi, nafaqat ishimning, balki hayotimning burilish nuqtasi bir buyurtma bo'ldi. Kechki vaqt edi. Soat 6 ga yaqin telefonimga bir buyurtma kelib tushdi. Tashqarida kuz, shu sababli nam ob-havo edi. Buyurtmalar esa juda ko'p.
Albatta, bunday ob-havoda odamlar itini ham aylantirishga olib chiqmaydi. Lekin yetkazib beruvchilarga bu ayni muddao. Buyurtmalar ko'p, demak yaxshigina pul ishlab olsa bo'ladi. Shunday qilib, shu juma kuni ishda edim. Buyurtma keldi. Odamlar pizza buyurtma qilishibdi. Yana ko'pgina ovqatlar. Buyurtma katta, shuning uchun hammasini aytib o'tirmayman. Haftadan yana qayerdadir issiq kvartirada odamlar dam olishyapti. Odatiy hol. Xullas, ozgina vaqtdan so'ng men buyurtmani olib ko'rsatilgan manzilga qarab yo'lga chiqdim. Lenin ko'chasi 7A. Navigatorga ishonadigan bo'lsak, bu ko'cha Gagarin tumanida. Men ko'rsatilgan manzildan unchalik uzoqda emasdim. Velosipedga o'tirdim va pedalni aylantirdim. Yaramas yomg'ir kayfiyatimni tushirardi. Ob-havoni yomonligiga qaramasdan hamma shaharliklar yomg'ir ostida yurishardi, xuddi men kabi. Albatta, menimcha hamma ishdan qaytyapti. Navigatorga qarab quloqimda naushnik bilan velosipedda ketardim. 40 daqiqa o'tgach ko'rsatilgan manzilga yetib bordim. Xaritada ko'rganimda juda yaqindek tuyulgandi. Nima bo'lsa ham yetib keldim, lekin ozgina tushunmay qoldim. Telefonimni oldim va navigatorga qaradim. Ha, merosdan ham Lenin ko'chasidaman. Mana 7-uy. Lekin to'g'rimga qaraganimda qandaydir tashlandiq xaroba binoni ko'rdim. Nima? Xarobaga ovqat buyurtma qilishdimi? Yoki nimanidir adashtirib yuborishganmi? Hamma ma'lumotlarni qayta tekshirib chiqib, ko'rsatilgan telefon raqamiga qo'ng'iroq qildim. Lekin raqam o'chiq chiqdi. Men yana 4 marta qayta qo'ng'iroq qildim. Axir ovqat sovib qoladi-ku. Binoning yon tarafiga o'tib, haqiqatdan ham buyurtmada ko'rsatilgan manzil peshtaxtasini ko'rdim. Velosipeddan tushdim va ishonch hosil qilish uchun bino ichiga kirib ko'rishga qaror qildim. Balki qandaydir uysizlar buyurtma qilishgandir. Bilaman, bu ahmoqona fikr, lekin boshqa fikr miyamga kelmayotgandi. Navbatdagi jarimani istamayman. Shuning uchun telefon fonarini yoqdim va bino ichkarisiga kira boshladim. Bino ichi juda tartibsiz ahvolda. Devorlarga har xil rasmlar chizib tashlangan. Namlik hidi anqib turardi. "Xo'y, bu yerda kimdir bormi?" deb baqirdim. Lekin hech qanday javob bo'lmadi. Albatta bo'lmaydi ham. Demak, bugun kechki ovqatim yaxshi bo'ladi. Buyurtmaga to'lab bo'lishgan. Men bo'lsa ertalabdan beri hech nima yeganim yo'q. Binodan ozgina uzoqlashib, bir chetdagi skameykaga o'tirdim va buyurtma solingan sumkani ochdim. Lekin ovqatning shirin hidining o'rniga juda jirkanch hid yuzimga urildi. Hamma ovqatlar chirib, aynib ketgandi. Bu nimasi? Axir bor yo'g'i 40 daqiqada ovqatlar bu darajada aynib qolmasligi kerak. Sumkada yeb bo'ladigan ovqat qolmagandi. Hamma ovqatlarni qurt-qumursqalar kemirayotgandi. Burgerlar, pizzalar, kotletlar hammasi mag'or bilan qoplangandi. Men skameykada hech nimani tushunmasdan o'tirardim. Qanday qilib bunday bo'lishi mumkin? Axir bir haftada ham ovqatlar bu darajada chirib ketmaydi. Bu yerda bo'lsa, men hamma ovqatlarni axlatga tashladim va uyimga qarab yo'l oldim. Kechasi bilan bo'lgan voqea xayolimdan chiqmadi. Pedalni aylantirib ketardim. Faqatgina ko'zlarim yo'lni ko'rardi. Miyam esa boshqa muhimroq ishlar bilan band edi. Lekin baribir tushunmasdim. Qanday qilib hammasi aynib qolishi mumkin? Qandaydir ta'riflab bo'lmaydigan fenomen. Birdan mashina signali meni qo'rqitib yubordi. Ha, men qizil chiroqda yo'lga chiqib ketibman. Mashina urib ketishiga esa oz qoldi. Aybdorman. O'zim ham juda qo'rqib ketdim va bo'lgan voqeani xayolimdan chiqarib tashladim. Yo'lda ketayotib bir parkka kirdim. Skameykaga o'tirib sigaret chekdim va navbatdagi buyurtmani kuta boshladim. Uyga shoshilmayotgandim. Hali vaqt bor edi. Bundan tashqari qovurilgan kartoshka hidi anqib yotgan kvartiradan ko'ra ko'chada toza havoda o'tirganim yaxshi. To'g'ri, havo sovuq, lekin men issiq kiyinib olganman. 20 daqiqadan so'ng telefonimga yangi buyurtma keldi. Pizza buyurtma qilishibdi. Xuddi o'sha oldingi buyurtmani qayerdan olgan bo'lsam, o'sha fast fooddan olishim kerak ekan. Demak, hozir borib hammasiga aniqlik kiritaman.
Ko'ramiz ular ovqatlarni qanday tayyorlashar ekan va qanday qilib 1 soat ichida hamma ovqatlar aynib qolishi mumkin. Avvaliga qo'ng'iroq qilib hamma narsani buyurtma qilib qo'ydim. Keyin esa ularni olish uchun yo'lga chiqdim. U yerga borib hamma bo'lgan voqeani administratorga aytib berdim. Lekin u yerdagilar menga xuddi ahmoqni ko'rgandek qarashdi. Albatta, men ham o'zimni xuddi ahmoqdek his qildim. O'sha aynib qolgan ovqatlarni tashlab yubormasdan olib kelib ularga ko'rsatishim kerak edi. Balki ozgina pul ham ishlab olarmidim. Xullas buyurtmani oldim va navigatorga qarab ko'rsatilgan manzil tomon yo'lga chiqdim. Yaxshiyamki bu safar ovqatlar bilan hammasi joyida edi. Men atayin podyezdga kirishdan oldin sumkani tekshirdim. Va bino ham bu safar tashlandiq emas. Hamma binolarga o'xshagan oddiy ko'p qavatli bino edi. Men buyurtmachiga qo'ng'iroq qilib manzilga kelganimni aytdim va bazo'r domofon kodini bilib oldim. Bu muloqot meni g'alati ahvolga solib qo'ydi. Podyez oldida turibman. Raqamni terdim va darrov qo'ng'iroqqa javob berishdi. Hatto gudok ham ketishga ulgurmadi. Xayrli kech, men yetkazib berish xizmatidanman. Javob o'rniga jimlik. Lekin men qo'ng'iroq ortida kimdir borligini bilib turgandim. Qandaydir shivirlashlar. Ularni bemalol eshitib turgandim. Yana bir bor qaytardim. Xayrli kech, men yetkazib berish xizmatidanman. Buyurtmangizni olib keldim. Iltimos, domofon kodini ayting. Men hozir oldingizga ko'tarilaman. Shu vaqtda qo'ng'iroq ortida yana ovozlarni eshitdim. Bir necha kishi gapirayotgandi. Bir ikkinchisiga shivirlardi. Balki mengadir bilmadim. Juda tez gapirardi va birdan 375 va yana oldidagilarga shivirlashni boshladi. Deyarli 1 daqiqadan so'ng telefonni o'chirdim. Hech nimani tushunmasdan yelkamni qisib qo'ydim va kodni terib podyez eshigini ochdim. Podyezga kirib birinchi ko'zim tushgan narsa bu ikkita kvartiraning ochiq eshiklari edi. Eshiklardan g'alati qariyalar boshini chiqarib turardi. Bir eshikdan kampir 70 yoshlarda, ikkinchisidan qari erkak, menimcha 60 yoshdan kattaroq. "Nega bu yerga kelding?" deb so'radi qari erkak. Bu savoldan yetim jimirlab ketdi. "Men yetkazib berish xizmatidanman. Ovqat buyurtma qilishdi, mana olib kelyapman." Jimlik va qariyaning qahrli ko'zlari menga yoqmadi. Xuddi u hozir menga tashlanib qoladigandek edi. Unga ko'p tikilib turmasdan zinadan tepaga ko'tarilishni boshladim. Zinadan ko'tarilyapman. Birdan qandaydir xavfni sezdim. Xuddi hozir qandaydir ko'ngilsizlik bo'ladigandek. Lekin nima uchun? Buyurtma yaxshi, ovqatlar aynib qolmadi. Bino ham oddiy, avvalgidek tashlandiq emas. Bilmadim, juda g'alati. Balki telefonda mijozlar o'zini g'alati tutganligi uchunmi? "Bu yerdan yo'qol." Birdan yopiq eshiklar o'rtadan ovozlar eshitildi. Har bir qavatdagi eshiklar o'rtadan shunday so'zlar eshitilardi. "La'nati yo'qol bu yerdan. Ket. Sen la'natlangansan." Ha, ajoyib. Demak, bu yerdagilar yetkazib berish xizmatidagilarga shunday muomala qilishar ekan. Men kerakli kvartiraga chiqib oldim va qo'ng'iroqni bosdim. Eshikni uzoq vaqt ochishmadi. Qo'ng'iroqni bosib turgan barmog'im ham og'rib qoldi. Sabrim chidamasdan telefonimni oldim va buyurtmachining raqamini terdim. Birdan eshik qulfini ochilganini eshitdim. Tezda telefonimni cho'ntagimga soldim. Eshik ozgina ochildi va past ohangdagi ovoz eshitildi. "Kimsiz?" Oddiy insonning ovozi. "Men yetkazib berish xizmatidanman. Sizga pitsa olib keldim." "Lekin biz buyurtma bermaganmiz." Hayron ohangda gapirdi erkak va boshini ozgina tashqariga chiqardi. Bu erkakni ko'rib ozgina orqaga tisarildim. U juda ham ozg'in edi. Xuddi oylab hech nima yemagan insonga o'xshardi. Kvartiradagi ovozlarga qaraganda u yerda yana bolalar va ayol kishi ham bor edi. Menimcha oddiy aroqxo'rlar oilasi. "Biz hech nima buyurtma qilmadik. Bu yerdan keting." Endi u qo'pol ohangda meni haydashga harakat qilardi. "Qanaqasiga buyurtma qilmagansiz? Mana shu manzil va sizning raqamingiz." deb endi telefonimni olmoqchi edim. Birdan eshik qandaydir kuch yordamida ochilib, devorga urildi. Men qo'rqib orqaga tisarildim. Hozir aniq, yana shu zarb bilan eshik yopiladi.
Va rostdan ham shunday bo'ldi. Eshik o'z-o'zidan kuchli zarb bilan ochilib yopilardi. Bu zarbdan eshik parcha-parcha bo'lib ketdi. Mening miyamda o'z-o'zini himoya qilish funksiyasi yo'qoldi. Tezda qoch. Bu yerda nimadir noto'g'ri. Lekin yo'q. Men o'zimdan qahramonni yasadim va kvartiraga yugurib kirdim. Kvartiradagilarga yordam bermoqchi edim. Lekin erkak usti-boshi chang qoldi. Menga qo'lidagi tumori bilan tekinib, qandaydir duolarni o'qirdi. Shu vaqtda men o'zimda qandaydir og'irlikni his qildim. Avvaliga hech nima sodir bo'lmadi, lekin u duoni balandroq o'qishni boshlaganda men juda kuchli og'riqni his qildim. Koridorga chiqib, yerga yiqildim va birdan hammasi tugadi. Men kuchli charchoqni sezdim. Quloqimga ularning kechirim so'rashlari eshitilardi. Yerga yiqilishimdan oldin ayolning qichqirig'ini eshitdim. "U shu yerda! U bizni topdi!" Kim topdi? Kim shu yerda? Bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Lekin boshimni ko'targanimdan keyin hammasini tushundim. Bu bechora insonlarning ortida qandaydir sharpani ko'rdim. Kvartiradagi hamma chiroqlar birdan sinib parcha-parcha bo'lib ketdi. Lekin shu vaqt ichida kvartira burchagida kim turganligini ko'rdim. Bu 2 metrlik qandaydir maxluq edi. Tanasi qizil rangda, yuzi kesilgan, tishlari uzun, yuzidan qon tomchilab turardi. Uning katta ko'zlari aniqlik bilan xonani tekshirardi. Men hattoki barmog'imni uchini ham qimirlatmasdan yotardim. Keyin esa birdan qonli kurash boshlandi. Birinchi bo'lib ayol havoga ko'tarildi. Qandaydir kuch uni bu devordan u devorga urardi. Men koridordan turib, uning suyaklari sinishini eshitardim. Ayol juda baland ovozda qichqirardi. Bu qichqiriq meni turishga va bu yerdan tezroq qochishga undadi. Lekin birdan o'sha erkakning ovozini eshitdim. "Ahmoq! Ahmoq! Sen bu yerga yovuzlikni olib kelding. Jin ursin seni. Sen o'limsan, eshityapsanmi? Nega bu yerga kelding? Nega o'sha tashlandiq joyga bording? La'nat bo'lsin senga!" Erkak ko'z yoshlarini artib baqirardi. Men qorong'uda o'rnimdan turish uchun qo'lim bilan devorni paypaslardim. Shunda birdan ayolning qichqirig'i o'chdi va uning tanasi polga tushdi. Endi esa bolalarning dahshatli azoblanishi boshlandi. Bu uzoqqa bormadi. Bolalar ham onalarining oldiga yo'l olishdi. Bu dahshatlarning hammasi juda tez sodir bo'lardi. Balki kimdir o'ylayotgandir, nega men qochib ketmadim va bu dahshatlarni kuzatib turdim. Men kuzatmadim. Xayolimda o'sha aynigan ovqatlar va tashlandiq bino aylanardi. O'sha maxluq bechora odamlarni bo'laklarga bo'lib tashlagunicha joyimdan qimirlamasdan turardim. Ayol polda hamma suyaklari singan holda yotardi. Bolalar ham shu ahvolda. Faqatgina erkak bir menga, bir maxluqqa qarab baqirib duo o'qirdi. Men tushundim. Hozir erkak, keyin esa menga navbat keladi. Tezda zinaga qarab yugurmoqchi edim, lekin yana polga yiqildim. Erkak og'riqdan baqirishni boshladi. O'sha kvartira tomonga qaradim. Erkak yotgan holda polni tirnab, omon qolishga harakat qilardi. Uning oyoqlaridan esa o'sha maxluq tortardi. Erkakning tanasi allaqachon qon bilan qoplangandi. Qon uning ko'zlaridan, burnidan, og'zidan fontandek otilardi. Qachonki uning bir ko'zi chanog'idan chiqib, polga tushganini ko'rganimda, qo'rquvdan zinaga otildim. Tezlik bilan zinalardan tushib, podyezga chiqib oldim. Shunda birdan mendan 1 metr uzoqlikka boshsiz tana tushdi. Bu o'sha menga eshikni ochgan bechora erkakning tanasi edi. Keyin uning orqasidan ayolning tanasi va bolalarning ham tanasi tushdi. Ularning tanasi juda achinarli holatda edi. Derazalardan esa menga g'azabli ko'zlar tikilib turardi. Odamlar meni pastga tushib, o'ldirishdan oldin tezda velosipedimga o'tirdim va pedalni aylantirdim. Bu yerdan tezroq ketishim kerak. Velosipedni shunchalik tez haydadimki, yarim yo'lga yetib kelganimda oyoqlarimni ham sezmay qoldim. Allaqachon yangiliklarda o'sha menga tanish bino va sirli tarzda o'lgan oila haqida gapirishayotgandi. Velosipedimni yo'lga tashladim va uygacha jamoat transportida yetib oldim. O'sha vaqtdagi holatimni so'z bilan ta'riflab bo'lmasdi. Bu vaqtda o'sha binoga politsiya, jurnalistlar va meditsina yetib borgandi. Ular bu oila o'zini 5-qavatdan tashlab yuborgan deb taxmin qilishdi.
Sababi esa noma'lum. Kvartiradan hech qanday dalillar topisha olmagan. Kvartirani ko'rsatishdi. U yerda esa eshik butun holda turibdi. Xuddi eshikka hech kim tegmagan. Men ko'rgan o'sha qonlar ham endi yo'q edi. Xuddi hech qachon bo'lmagandek. Bu nimasi bo'ldi? Men boshimni changallab o'tirib qoldim. Bunday bo'lishi mumkin emas. Men bir necha daqiqa oldin ko'rganlarimni inkor etib bo'lmasdi. Men eshikni qulfladim. Yaxshiyamki derazalarda panjaralar bor. Lekin shunda ham o'zimni xavfsiz his qilmayotgandim. Kravatga o'tirdim va o'ylashni boshladim. U bularning hammasiga men aybdorligimni aytib baqirgandi. Qanaqasiga? Birdan xayolimda bu voqealarning zanjiri tiklanishni boshladi. Demak, agar eshikni ochishmasa, o'sha narsa kvartiraga kira olmaydi. Bu haqida bolaligimda aytib berardi. Yetkazib berish xizmatidagilarga esa hamma bemalol eshikni ochadi. Ular maxluq emas-ku. Stop. O'sha tashlandiq binoga borganimda ovqatlar aynib qolgandi. Demak, o'sha binodagi qandaydir yovuzlikni o'zim bilmagan holda oddiy odamlarning kvartirasiga olib bordimmi? Balki oddiy odamlar emasdir. Ular nimanidir bilishardi. Chunki aynan o'sha odamlar manziliga meni yo'naltirishdi. Erkak qandaydir duolar o'qidi. Ularga esa bu yoqmaydi bilishimcha. Ey Xudo, bo'lishi mumkin emas. Lekin bu narsa sodir bo'ldi va aynan men bilan. Hammasini ko'zlarim bilan ko'rdim. O'zimni qo'yarga joy topa olmasdim. Telefonimni olib buyurtmalar tarixiga kirdim. Lekin aynan o'sha buyurtmani topa olmadim. Bu nima saxir? Sumkadagi ovqatlar esa xuddi avvalgidek yana aynigan holda edi. Kamera yozyaptimi? Ajoyib. Salom do'stlar, sizlar bilan yana Barry va bugun kanalimiz uchun juda muhim kun. Chunki bugun mening kanalimda 1 million obunachi yig'ildi. Do'stlar, barchangizga katta rahmat. Agar siz bo'lmaganingizda bu darajaga erisha olmasdim. Mening barcha videolarim, sayohatlarim, barchasi sizlar uchun. Shu munosabat bilan men bir maxsus videorolik tayyorlamoqchiman. Lekin bu safar umuman boshqa joyda suratga olamiz. Avvalo do'stlarimni bunga ko'ndirishim kerak. Umid qilamanki biz uddalaymiz. Chunki men yolg'iz eplay olmayman. Shu kuni kechki payt. Xullas, sevgan qizimni va eng yaqin do'stimni ko'ndira oldim. Lekin Bridge bunday uzoq joyga borishni istamadi. Mayli, o'zi biladi. Ko'p narsani boy beradi. Biz qayerga ketayotganimizni hozircha aytmayman. Intriga oxirgacha saqlanishi uchun. Ko'rishguncha. Ikkinchi kun. Meni uyimga Gary keldi. Suratga olish uchun ba'zi narsalarni olib keldi. Shuningdek, o'zining narsalarini ham. Ertaga uchishimiz kerak. Hamma bir joyda yig'ilishi va aeroportga birgalikda borish osonroq bo'ladi. Birozdan so'ng kvartira eshigining qo'ng'irog'i chalindi. Bu Liza edi. Katta sumkasi bilan va jahldor yuz ifodasi bilan keldi. Bu sayohat unga yoqmayotgandi. U parvozlarni va sayohatlarni yoqtirmaydi. Biroq bu tabiiy. Samolyotda 4 soat qimirlamasdan o'tirish hech kimga yoqmaydi. Garchi bu nisbatan qisqa vaqt bo'lsa-da. Ayniqsa keyin uxlash o'rniga noma'lum, qo'rqinchli va tashlandiq joylarda aylanib yurish bu hech kimga yoqmaydi. Ammo men uchun va mening bayramim uchun umid qilamanki, do'stlarim bunga ham chidashadi. Kunning qolgan qismini biz Google xaritalari orqali hududni o'rgandik. Mehmonxona bron qildik va obyekt hududiga qanday kirish, politsiya yoki mahalliy aholi e'tiborini jalb qilmaslik haqida fikrlashdik. Kechqurun esa pasportlar, chiptalar va barcha kerakli uskunalarni tekshirib, hujjatlarni to'ldirib, yotoqlarga tarqaldik. 3-kun. Budilnikning yoqimsiz ovozi ko'zlarimni ochishga majbur qildi va darrov telefonni oldim. Soat tongga yetdi. Deyarli uxlab qolibmiz. Kravatdan turib, do'stimni uyg'otishga yugurdim. Liza esa mendan keyin turdi. Shoshilib kiyinishni boshladik. Narsalarni olib, taksi chaqirib, uyimizdan chiqdik va eshikni qulfladik.
Baxtimizga biz aeroportga parvozdan 10 daqiqa oldin yetib bordik. Nihoyat xotirjamlik bilan biroz qiynalib bo'lsa-da o'rinlarimizga joylashdik va bir necha daqiqadan so'ng samolyot havoga ko'tarildi. Mana, va'da qilganimdek barcha sirlarni oshkor qilaman. Boshidan boshlayman. Taxminan 6 oy oldin yoki biroz ko'proq Italiyadagi bir tashlandiq joyda 5 kishining jasadi topilgan. To'g'rirog'i, topilganlarni odam deb atash ham qiyin edi. Tana jiddiy darajada shikastlangan va allaqachon chiriy boshlagan. Bu yozda sodir bo'lgan va Italiyaning jazirama issiqligi o'z ta'sirini ko'rsatgandi. Bu odamlarni kim o'ldirgani noma'lum. Na mahalliy aholi, na politsiya bu masalada aniq javob bera olmagan. Qotil hali ham qo'lga tushmagan va hali ham ozodlikda erkin yuribdi. Shu sababdan bu villa atrofida xabarlar tarqalgan. Aytishlaricha bu yerda qandaydir yovuz kuch bor va binoning ko'rinishi ham juda qo'rqinchli. Agar men ham mahalliy aholidan bu voqea haqida eshitganimda 100% ishongan bo'lardim. Ammo hozircha men bu haqida hech qanday voqeani eshitmadim va hatto o'sha villani ham o'z ko'zim bilan ko'rganim yo'q. Barchasi hali oldinda. Balki men ham bunga ishonarman. Kim bilsin. Bundan oldin esa men Wikipediadan topgan bir voqea ham sodir bo'lgan. Haqiqatmi yo'qmi bilmayman. Aytishlaricha bir necha yuz yil avval erkaklar hali ham uzun chulkilar va parik kiyib yurgan, ayollar esa chiroyli va g'alati liboslar kiyib yurgan davrda u yerda bir oila yashagan. Er-xotin va kichik o'g'il. Ularning hayot tarzi juda yaxshi bo'lgan, yetarli darajada boy bo'lishgan. Lekin keyin kimdir uy bekasini vahshiylarcha o'ldirib ketgan. Qotilni hech kim topa olmagan. Biroz vaqt o'tib esa ularning o'g'li yo'qolib qolgan. Uni uzoq vaqt davomida izlashgan. Otasi shaxsan o'zi villa atrofidagi o'rmonni har bir santimetrini tekshirib chiqqan. Lekin hech narsa topilmagan. Xuddi shunchaki havoga singib ketgandek. Erkak kuchli depressiyaga tushib qolgan va barcha bu og'riqlarga chiday olmay o'z joniga qasd qilgan. Shundan beri bu bino bo'sh holatda yotibdi. Uni bir necha marta buzib tashlamoqchi bo'lishgan. Ba'zi jasurroq odamlar esa bu uyni ijaraga ham olishgan. Ammo hech kim u yerda o'zini qulay his qila olmagan. Ijarachilar bir necha hafta ichida o'z narsalarini yig'ishtirib, binoni tark etishardi. Hatto binoni buzish uchun kelgan ishchilar ham o'sha joyni tezda tark etishgan. Keyinchalik esa u yerda odamlar yo'qola boshlagan. Birinchi bo'lib mahalliy bir o'smir, taxminan 15 yoshdagi yigit g'oyib bo'lgan. U o'z do'stlari bilan o'sha joyda tunab, asablarini sinab ko'rmoqchi bo'lgan. Ammo do'stlari qo'rqib ketib, u yerdan chiqib ketishgan. Yigit esa o'zi yolg'iz qolgan va uyiga qaytmagan. Unga nima bo'lganini faqat Xudo biladi. Keyinchalik uning izidan otasi yo'lga chiqqan. U o'g'lini qidirgani borgan, ammo o'zi ham bedarak yo'qolgan. Shu kuni kechqurun esa u bilan birga borgan it uyga qaytgan, lekin erkakning o'zi emas. Shu bilan yo'qolishlar soni ortib borgan. Mahalliy aholi o'sha joyda yosh bolanikiga o'xshash siluetlarni ko'rishgani va g'alati tovushlarni eshitganliklari uchun binoni aylanib o'tishni boshlashgan. Vaqt o'tishi bilan bu hodisalar biroz tinchidi. Ammo yarim yil o'tgach yana bir baxtsiz hodisa sodir bo'lgan. 10 yoshlardagi bir bola bedarak yo'qolgan. 3 kun davomida uni izlashgan va oxir-oqibat la'natlangan bino yaqinida uning murdasini topishgan. Bola haddan tashqari oqarib, shishib ketgan va tanasining hamma suyaklari singan holatda bo'lgan. Menimcha agar u yerda haqiqatdan ham qandaydir yovuz kuchlar mavjud bo'lsa va bunga ishonish qiyin bo'lsa-da, biz ularni albatta kameraga tushiramiz. Albatta agar ular mavjud bo'lsa. Ammo agar hech qanday mistika bo'lmasa, unda bunday dahshatli voqealar ortida kim turganini faqat Xudo biladi. Shaxsan menimcha bu qandaydir maniakning ishi bo'lishi mumkin. Bu hech bo'lmaganda mantiqan to'g'riroq tuyuladi. Qizig'i shundaki, bu g'alati voqealar sababli bino atrofida hech qanday qo'riqlash xizmati ham yo'q.
Ya'ni xohlagan odam ichkariga kirib, aylanib chiqishi, suratga olishi yoki shunchaki ko'rishi mumkin. Demak, bu unchalik jiddiy joy emas nazarimda. Shu kuni kechki payt Uyqu sababli parvoz butunlay qisqa tuyuldi. Faqat tanam biroz qotib qoldi. Mehmonxonaga yetib borish va joylashish yaxshi o'tdi. Shundan keyin biroz dam oldik va kechki ovqatni yedik. Tungi soat 11 larga yaqin esa tashlandiq joyga borishga tayyorlana boshladik. Narsalarimiz anchagina edi. Kameralar, mikrofonlar, paranormal hodisalar uchun mo'ljallangan turli mayda-chuyda narsalarni, masalan, yorug'lik manbalari, diktofonlar, Geiger hisoblagichlari va boshqa asbob-uskunalarni sanamay qo'ya qolay. Bazor bo'lsa-da harakatlanib, yarim soatdan keyin villa hududiga yetib bordik. Birinchi daqiqalardanoq menga bu joyning hech qanday himoya bilan o'ralmaganligi g'alati tuyuldi. Na biror sim to'siq, na oddiy bir panjara, na biror qo'riqchi. Hatto itning ovozi yoki chiroqning yorug'ligi ham ko'rinmadi. Albatta, o'zim bu yerda qo'riqchi yo'qligi haqida o'qigandim. Shuning uchun bu holga unchalik ajablanmasa ham bo'ladi. Men bino tomonga yurishni boshladim. Ortimdan do'stlarim ham ergashdi. Keraksiz shovqin chiqarmaslik uchun imkon qadar sekin harakatlandik. Atrofda hech kim yo'qligiga amin bo'lganimizdan so'ng tashlandiq binoga kirishni boshladik. 23:55. Men yana aloqadaman. Umuman olganda biz manzilga yetib keldik. Bir necha daqiqa oldin uyning ichkarisiga ham kirdik. Bu yer ancha chang va iflos. Lekin bunday joydan boshqasini kutib bo'lmaydi. Axir bu yerda 200 yildan beri hech kim tozalash ishlarini olib bormagan. Eshik ochilishi juda qiyin bo'ldi. Lekin Garyning yordami bilan biz uni zo'rg'a ochishga muvaffaq bo'ldik. Umid qilamanki, hech kim bizni eshitmagan, chunki eshikning ovozi juda baland edi. Eshikning g'ichillashi quloqlarni teshib yuboray dedi. Biz birgalikda birinchi qavatga bir nechta kameralarni o'rnatdik va atrofni o'rganishni boshladik. Muhit, yumshoq qilib aytganda, juda qo'rqinchli edi. Bunday hissiyotlarni boshqa bir tashlandiq joylarda his qilmaganman. Ishoning, men juda ko'p tashlandiq joylarda bo'lganman. Birinchi qavat katta zalni va ovqatlanish xonasini o'z ichiga olgan. Bundan tashqari turli xil vitraj oynalari va yirtilgan mebellari bor bir nechta kabinetlar joylashgandi. Qiziq, bu mebellarni qanday qilib hali ham o'g'irlab ketishmagan? Garchi italyanlar biznikiga qaraganda boshqacha mentalitetga ega bo'lishsa ham. Lekin nimadir menga bu yerda podval ham borligini aytayotgandek edi. Lekin ochig'ini aytsam, men uni yolg'iz o'zim tekshirishni istamasdim. Imkon qadar qisqa vaqt ichida ko'proq material olish uchun biz hammamiz birinchi qavatdagi turli xonalarga tarqalib ketdik. Ammo qancha tashlandiq joylarda yurganimga qaramay, bu joy meni nafaqat qo'rqitardi, balki ko'proq asabiylashtirardi. Bu yerda uzoq qolishni istamasdim. Yarim tun. Liza nomidan. Men zalni ko'zdan kechirish uchun ketyapman. Ehtimol bu joyda bir paytlar bal yoki shunga o'xshash tadbirlar o'tkazilgan bo'lsa kerak. Bu yerning atmosferasini his qilmoqchiman. Bu joy menga yoqmoqda, lekin Barry bu yer uni nimagadir qo'rqitayotganini aytdi. Bu g'alati. Ayniqsa u qancha tashlandiq joylarda bo'lib kelganini hisobga olganda. Ammo bu haqda ko'p o'ylamaslikka qaror qildim va zalga qarab ketdim. Qo'limdagi fonar yordamida yo'laklarni va ochiq xona eshiklarini yoritib, ularni diqqat bilan ko'zdan kechirib chiqdim. Bu joyda qandaydir g'ayrioddiy yoki dahshatli narsa yo'q edi. Chunki ko'p yillik tajribam tufayli bunday joylarga allaqachon ko'nikkanman. Zalga kirganimda esa birdan muzdek bo'lib ketdim. Ammo qo'rquvdan emas, balki bu joyning ulkanligidan. Zal juda katta edi. Taxminan 4 metr balandlikka ega. Kengligi esa devorlari olib tashlangan 2 xonali kvartira kattaligidek edi. Zal bo'ylab yurganim sayin qadamlarim bo'sh xonada aks sado berardi. Xonada umuman mebel yo'q. Faqat oyoqlari singan bir necha yog'och stollar bor. Taxminan xona markaziga yetib kelganimda qorong'ulikdan kimdir meni
kuzatayotgandek tuyula boshladi. Juda yoqimsiz tuyg'u. Lekin ortimga o'girilib atrofni yoritganimda hech kimni ko'rmadim va xotirjam bo'ldim. Chuqur nafas olib, oldinga qarab yurdim. To'satdan oldimda kichikroq eshik ko'rindi. Bu ehtimol podvalga yoki qandaydir yashirin xonaga olib borsa kerak. Eshikning oldiga yaqinlashayotganimda orqamdan singan yog'ochning tovushi yoki shunga o'xshash nimadir eshitildi. Qichqirib yuborib, tezda ortimga o'girildim va boshqa burchakda turgan yog'och stolni xonaning o'rtasida yotgan holda ko'rdim. Stol sinib ketgandi. Xuddi ustiga kimdir ulkan tosh tashlab yuborgandek. Badanimni titroq bosdi. O'zimni yomon his qila boshladim. U yoqqa borishni xohlamasdim. Lekin u yerda yagona chiqish joyi bor edi. Jin ursin. Shovqin qilmaslikka harakat qilib, chiqish tomon sekin yurdim. Devor bilan deyarli yuzlashib turganimda orqamdan tez qadam tovushlarini eshitdim. Hech narsaga qaramay zaldan yugurib chiqdim va birinchi uchragan xonaga kirib, eshikni yopdim. Nafas olmay burchakka qisilib olgandim. Birdan eshik ortidan polning g'ichirlashini eshitdim. Keyin birdan ko'z oldim qorong'ulashishni boshladi. 0022 Barri nomidan. Xullas do'stlar, birinchi xonani ko'zdan kechirishga ketyapmiz. O'ylaymanki, u yerda nimadir topilishi kerak. Lekin yo'lakning oxiridan kelgan baland qichqiriq meni va Garini to'xtatib o'ylashga majbur qildi. Jin ursin. Bu Liza bo'lsa kerak. Balki o'rgimchak yoki sichqonga duch kelgandir. Bu oldin ham bo'lgan. Tashlandiq joylarda bunday narsalar odatiy hol. Ammo baribir xonani tekshirganimizdan keyin uning yoniga borib ahvolini bilish kerak bo'ladi. Yo'limdagi birinchi eshikni ochdim va ichkariga kirdim. To'g'risini aytsam, bu yerning hidi yoqimsiz edi. Namlik va biroz chirigan meva hidi kelayotgandek edi. Bu hid menga tanish. Buni ilgari hovlimizga yaqin do'konda ham sezganman. Qanday yoqimsiz hid. Bu nima o'zi? Bu yerga aniq uysizlar kelib turishadi va ehtimol tez-tez. Lekin hech bo'lmasa o'zlaridan keyin tozalab ketishadi shekilli. Hech qanday shisha yoki idish topmadim. Bu yaxshi. Xonada hamma narsa sochilib yotardi. Ish stoli qandaydir g'alati dog'lar bilan qoplangan. Bu qo'lmi yoki boshqa narsa bilmadim. Lekin har nima bo'lishi mumkin. Polda qandaydir qog'ozlar sochilib yotardi. Ulardan birini olib ko'rganimda yuragim go'yo to'xtab qolgandek bo'ldi. U yerda dahshatli bir chizilgan portret bor edi. Bu haftadan bir bolaga o'xshaydi, lekin tashqi ko'rinishi ancha qo'rqinchli. Uning ko'zlari yo'q. Aniqrog'i ko'zlari avval bo'lgan, lekin kimdir ularni o'yib tashlaganga o'xshaydi. Natijada ular butunlay yo'q bo'lib ketgan edi. Qo'llari bir necha joydan singandek egilgan. Og'zi esa qandaydir ahmoqona, sovuq tabassumda qiyshayib turardi. Bu bola kimningdir yovuz tajribasi qurboni bo'lgani yaqqol sezilib turardi. Holatni ko'rib aynan shunday xulosaga kelmaslikning iloji yo'q edi. Portretga tikilib turar ekanman. Meni birdan sovuq ter bosdi. Bu manzara haqiqatdan ham dahshatli edi. Portretning orqa tomonida qandaydir matn yozilgandi. Lekin men italyan tilini bilmasdim. Shuning uchun telefondagi tarjimon yordamida uni o'qishga majbur bo'ldim. Tarjimadan shunday mazmun chiqdi. William Davichi, 5 yosh, 1898-yil. Tug'ma tana deformatsiyasi. Ko'z soqqalari to'liq qora rangda. Qo'l qatvori tobora tajovuzkor bo'lib bormoqda. Keyin matnning davomini o'qishga harakat qildim. Lekin u xiralashgan va tushunarsiz edi. Qog'ozni bir necha marta buklab, cho'ntagimga solib qo'ydim. Xonadan chiqib, Liza tomonga borishni o'ylagandim. Lekin shu payt to'satdan Garyning dahshatli qichqirig'ini eshitdim va ovoz tomonga yugurdim. 0035 Liza nomidan. O'zimga keldim. Qancha vaqt o'tgani noma'lum. Atrofga qaradim va quloq soldim. Na qadam tovushi, na biron bir shovqin eshitilardi. Xona qorong'u.
Faqat derazadan tushayotgan nur siniq oynadan zo'rg'a ko'rinardi. Boshim qattiq og'rirdi. O'rnimdan turishga va nima bo'lganini eslashga harakat qildim. Lekin hammasini eslagan paytim yana yuragimni qo'rquv bosdi. Qo'rquv bilan eshik tomon yugurdim va quloq soldim. Tinch. Eshikni ochishga urindim va yo'lakka mo'raladim. Yo'lak ham huvillab yotardi. Sekinlik bilan eshikni ochdim va asosiy chiqish tomon yurib, yo'lda yigitlardan birontasini uchratarman deb umid qildim. Bu yerdan tezroq chiqib ketishni xohlardim. Lekin birdaniga kimdir xuddi suyakdek va sovuq qo'llari bilan og'zimni yopib oldi va keyin qorong'ulik. 0041 Barri nomidan. Men uni topdim. U yo'lakning bir burchagida qisilib olgancha qo'rquvdan titrayotgandi. Go'yo ota-onasi uni yalmog'iz kampir bilan qo'rqitib qo'ygan kichkina boladek. Savollarimga u faqat boshini chayqab, ikkinchi qavatga olib chiqadigan zinapoyani ko'rsatardi. Zinapoyalardagi chang ustida kichkina yalang oyoqlar va qo'llarning izlari aniq ko'rinib turardi. Bu holatni ko'rib o'zimni yomon his qila boshladim. Qanday qilib bir bola katta odamni shunchalik qo'rqitib qo'ydi? Va bu izlar faqat oyoq izlari emas, balki qo'l izlari ham edi. Bu degani u 4 oyoqlab harakatlanganmi? Bu juda g'alati va aynan shu narsa meni qo'rqitib yubordi. Zo'rg'a uni oyoqqa turg'azdim. U biroz o'ziga kelgach, boshidan o'tkazganlarini gapirib berdi. Men oshxona tomondan kelayotgandim. U yerni ko'zdan kechirib bir nechta suratga oldim. Hammasini videoga yozib qo'ydim. Keyin zal tomon yo'nalib ikkinchi qavatga chiqmoqchi bo'ldim. Chunki birinchi qavatda uzoq qolishni xohlamadim. Shu paytda fonar nurini zinapoyaga yoniga tushirdim va ko'z oldimda bir bolaning silueti paydo bo'ldi. Xudo haqqi, u 7 yoshlar atrofida ko'rinardi. Undan katta emas. U yerga qarab turardi. Shuning uchun avvaliga uni aniq ko'ra olmadim. Bolaga gapirmoqchi bo'ldim, lekin u asta boshini ko'tarib menga qaradi. Uni ko'rgan zahoti nafasim bo'g'ilib, yuragim chiqib ketgudek bo'ldi. Yuzida dahshatli tabassum bor edi. Go'yo uni kimdir ataylab chizib qo'ygandek. Rangi o'ta oppoq, butun tanasi esa yaralar bilan qoplangandi. Bu uning muskullarimi yoki tanasi chirib boryaptimi bilmadim. Dastlab oddiy yo'qolib qolgan bir bola deb o'ylagandim. Axir har xil holatlar bo'ladi. Lekin uning holatini ko'rgan zahoti bu fikrlarim uchib ketdi. U bir necha soniya menga tikilib turdi. Tishlarini g'ichirlatdi. Nimanidir gapirmoqchi bo'ldi, keyin esa to'satdan zinapoyaga qarab yugurdi. 4 oyoqlab yugurib yuqoriga chiqib ketdi va ikkinchi qavatda g'oyib bo'ldi. Garining bu gaplarini eshitib, nafas olishim qiyinlashdi. Avvaliga ishonmadim. Uni boshdan jarohat olgan deb o'yladim. Lekin uning hali ham titrayotgan holati va zinapoyadagi izlar yolg'on emasligini aniq aytib turardi. Ko'rinib turibdi, u hazillashmayapti. Qo'llarim qaltirab cho'ntagimdan telefonni chiqarib, Lizaga qo'ng'iroq qilishni boshladim. Abonent tarmoqda emas. Yana qo'ng'iroq qildim. Natija o'sha. U bilan qandaydir yomon narsa sodir bo'lgan. Garini qo'ltiqlab, Liza qichqirgan tomonga qarab yurdim. Xonalarda biroz vaqt yurdik. Shu paytda ikkinchi qavatdan kimningdir yurayotganini, ba'zida yugurayotganini eshitdik. Nihoyat katta zalga yetib bordik va Lizani topdik. U zalning bir burchagida xuddi keraksiz narsadek devor yonida yotardi. U butunlay qon ichida edi. Qon hali ham uning bo'ynidagi dahshatli jarohatdan fontandek otilayotgandi. Qizning harakatsiz jasadini ko'rib shokka tushdim. O'zimni bilmay, hech narsani o'ylamasdan u tomonga yugurdim. Ichimni vahima qamrab oldi. Ko'zimga ko'ringan manzara ongimni muzlatib qo'ygandi. Barri tur. Uni endi qaytarib bo'lmaydi. Tezroq bu yerdan qochishimiz kerak. Aks holda bizni ham xuddi shunday chavaqlashadi. Tezroq harakat qil.
Gari meni hushimga keltirish uchun yuzimga bir nechta tarsaki tushirdi. Va oxir-oqibat o'zimga kelib, qo'rquv va vahima bilan chiqish tomonga yugurdim. U ham ortimdan chopardi. Yo'lak bo'ylab eshik tomon yugurar ekanmiz, yuqori qavatdan kelayotgan qadam tovushlari va qandaydir qo'rqinchli va g'alati bolaning kulgusi qulog'imda aks sado berardi. Bu kulgi ongimni buzayotgandek, ich-ichimdan yemirayotgandek edi. Zinapoya yoniga yetib kelganimizda nafasimiz qisilib to'xtadik. Ortimizga nazar tashlab, hanuz yuqoridan kelayotgan qadam tovushlari va bolalarcha vahshiyona kulgini tingladik. Ammo birdan bu tovushlar biz tomonga yaqinlasha boshladi. U dahshatli darajada tezlashib borardi. Biz barcha kuchimizni to'plab, yo'lakdagi podval eshigiga qarab yugurdik. Bu podvalga Garini qidirib kelganimda ko'zim tushgandi. Qizig'i, u chiqish eshigidan ham yaqinroqda edi. Ikkalamiz birgalikda bor kuchimiz bilan eshikni ochdik va ichkariga otilib kirdik. Eshikni yopishimiz bilan ortimizdan qattiq zarba eshitildi. Eshik titrab ketdi. Bu juda dahshatli edi. To'liq umidsizlik hissi ongimizni qamrab olgandi. Biz bu joydan qanday chiqib ketishni umuman tasavvur ham qila olmasdik. Endi na kameralar, na boshqa jihozlar muhim edi. Faqat tirik qolish haqida o'ylardik. Nima uchun bu joyga kelishni rejalashtirdim o'zi? Agar men bu fikrni o'rtaga tashlamaganimda, biz bunday ahvolga tushmagan bo'lardik. Liza ham tirik qolgan bo'larmidi? Jin ursin, nima qilib qo'ydim o'zi? Atrofni titkilab, katta bir taxta topdik va uni eshik tutqichiga tirab qo'ydik. Nima uchun derazadan chiqib ketmadingiz? deb so'rashingiz mumkin. Javob oddiy. Birinchi qavatdagi barcha derazalar panjara bilan o'ralgandi. Ikkinchi qavatga ko'tarilib qochishga esa bizda jur'at yetmasdi. 1:43. Biz podvalni biroz tekshirib ko'rdik va qandaydir g'alati yozuvlarni topdik. Yaxshiyamki telefonim hali o'chmagandi. Shuning uchun u yerda yozilgan narsalarni tarjima qila olaman. Bu biroz vaqt olishi mumkin, lekin ehtimol o'shanda bu uyda bir necha 100 yil oldin nima bo'lganini tushunib olarman. 1:55. Bu vaqt davomida biz matnni tarjima qilishga harakat qildik. O'qiganimdan keyin buni qanday qabul qilish kerakligini ham bilmayman. Bugun ertalab o'g'lim menga onasini kim o'ldirganini bilishini va undan qasos olish niyatida ekanini aytdi. Men unga bosh irg'adim va uni xonasiga olib kirib, tez orada yana kelishimni aytdim. Ish stolida o'tirib, rafiqam bilan bo'lgan voqealarni xayolimdan o'tkazardim. O'g'lim esa men undan qo'rqyapman. U har kuni yanada tajovuzkor bo'lib bormoqda. Kecha u mushugimizning bo'ynini sindirib, ko'zlarini o'yib olib, maysazorga tashlab yubordi. O'tgan hafta esa xizmatkorimizga pichoq bilan hujum qilib, uning yuzini kesib tashlamoqchi bo'ldi. Doktorni yana chaqirishga majbur bo'ldik. Doktor ilk xurujlar paytidayoq rafiqam hali tirik bo'lganida bolani yo'q qilish kerakligini aytgandi. Aks holda juda yomon voqealar yuz berishi mumkin deb. Ammo onasi qanday qilib undan voz kechsin? U qat'iy rad etdi. Chunki o'g'lini qanday bo'lsa shundayligicha yaxshi ko'rardi. Hali ham uning ismi va tashxisi yozilgan portreti mening stolimda turibdi. Bu yerdan qochib ketishni xohlayapman. Tez orada aqldan ozaman shekilli. Birdan bu maxluq menga yetib kelsa-chi? Umid qilamanki hech bo'lmaganda otasiga rahm qiladi. Lekin endi u odamlarni ajrata oladimi? Kim ota, kim esa begona? Yaqinda uyimiz podvalidan akamning jonsiz jasadini topdim. Uning yonida o'g'lim o'tirib, jirkanch tabassum bilan: Dadajon, men onam uchun qasos oldim. Endi bu odam jazolandi, dedi. O'g'limning og'zi qonga belangan, uning qo'llari ham va butun tanasi qonga botgandi. Polda yotgan odam ham qonga belangan bo'lib, bo'ynida chuqur jarohat bor edi. Go'yo bu kichik shayton uning bo'yniga tishlari bilan yopishib terining bir bo'lagini yulib olgandek.
Aynan o'sha paytda men bu kichkina maxluqni yo'q qilishim kerakligini tushundim. Rafiqam tirikligida buni qilishga jur'atim yetmagandi. Lekin hozir meni hech narsa ushlab tura olmaydi. U xavfli, u maxluq, u jahannamda yonishi kerak. Kecha kechqurun o'g'limning xonasiga sekin kirib, u uxlab yotganida uni asta qo'limga oldim va podvalga olib tushdim. U uyg'onganida bor kuchim bilan uning jirkanch yuziga katta tayoq bilan urishni boshladim. Urardim. U qimirlashdan to'xtamaguncha. Tayoqni o'sha joyda tashlab, podvaldan chiqib eshikni qulfladim va o'z qo'lim bilan uni butunlay muhrlab tashladim. Shunday qildimki, hech bir tirik jon bu yerda nima bo'lganini bilmasin. Bugun politsiya xodimlariga bordim va o'g'lim yo'qolib qoldi deb xabar berdim. O'zimga bo'lgan barcha gumonlarni yo'qotish uchun. Qani endi bu maxluq o'sha la'nati podvalda chirib ketgan bo'lsa. Ammo uni o'sha podvalda tashlab ketganimdan beri u meni ta'qib qilib kelmoqda. U tushlarimga kiradi. Uyg'onganimda esa uning silueti qorong'uda, oynalarda yoki derazalarda ko'rardim. Bu jirkanch maxluq o'z o'limi uchun mendan qasos olmoqchi. U qonli og'zini ochib tabassum qiladi va menga oppoq, egri-bugri qo'llarini cho'zadi. 4 kun davomida u faqat paydo bo'lib meni qo'rqitib yurgandi. Ammo bugun kechasi bu maxluq mening qo'limdan 2 barmog'imni uzib oldi va yuzida o'sha jirkanch tabassumi bilan xuddi konfetdek barmoqlarini chaynardi. Men bor kuchim bilan uyg'onib zalga yugurdim. Endi uning o'limidan keyin bu azoblarga dosh bera olmayman. Qayerga ko'chib o'tmay, nima qilmay, u har doim yonimda. U har doim men bilan. Endi kuchim qolmadi. Nihoyat bu azoblarga barham berib, rafiqamning oldiga ketishni xohlayman. Hammasini endi tushunib yetdim. Ammo bir narsa menga baribir tushunarsiz edi. Nega bizdan avval bu yozuvlar topilmagan? Axir meni internetda topgan tarix bu yerda o'qiganlarimdan butkul farq qilardi. Lekin podvalning eshigini kimdir baribir ochgan. Do'stim meni o'z yoniga chaqirdi. Podval burchagida inson qo'llari va oyoqlarining suyaklari yotardi. Zinapoya ostida esa sinib ketgan bir skelet bor edi. Ko'rinishidan bu yozuvlarni yozgan odamning o'sha akasi bo'lsa kerak. Mening boshimda g'alati, lekin umid qilamanki to'g'ri bir fikr paydo bo'ldi. Bolaning qoldiqlarini topib, ulardan qutulish kerak. Ehtimol shunda bu maxluq dunyodan butkul yo'q bo'lib ketar. Men bir vaqtlar qandaydir qo'rqinchli kitobda bu haqida o'qigandim. Axir bir necha yildan beri arvohlar va shunga o'xshash narsalarga qiziqaman. Yovuz ruhdan qutulish uchun uning qoldiqlarini yo'q qilish kerak. Biz uning suyaklarini bir tosh uyumining ostidan topdik. To'g'ri, ba'zi suyaklar yarmidan bo'lingan edi. Lekin bu muhim emasdi. Men ularni oldim va xona o'rtasiga qo'ydim. Shunda birdan eshikni dahshatli kuch bilan taqillatishdi. Ovoz quloqni qomatga keltirar darajada baland edi. Keyin esa vahshiy g'azab bilan o'kirish eshitildi. Yana bir zarba, keyin yana va yana. Bu aniq o'sha bola edi. Qoldiqlari topilgani uchun g'azablandi menimcha. Shosha-pisha zajigalka va qog'oz olib, suyaklarni yoqishga urinib ko'rdim. Va bu ish berdi. Suyaklar asta-sekin yonishni boshladi. Eshik ortidagi maxluq qichqirgan sari balandroq ovoz chiqara boshladi va birdan toqat qila olmadi. Eshik qarsillab uchib ketdi. Uning bir qismi to'g'ridan to'g'ri Garri tomon uchib borib, uning boshini g'isht devorga yopishtirib qo'ydi. Garri yerga quladi va men endi tamom bo'lganimni tushundim. Maxluq sekinlik bilan podvalga sudralib kirib keldi. O'zining jirkanch tilini chiqarib, chinqirar va g'azab bilan pishqirardi. Keyin men suyaklar bilan nima qilayotganimni ko'rib, olovni o'chirishga intildi. Aynan shu holat meni qutqardi. Chaqmoq tezligida u yerdan otilib chiqdim.
Orqamdan maxluqning dahshatli qichqirig'i eshitilib turardi. Menga omad kulib boqdi. Kirish eshigi qandaydir mo'jiza bilan ochiq edi. Shunday qilib men bor kuchim bilan binodan qochib chiqdim. Barcha uskunalarimni va eng muhimi, ikkita do'stimni u yerda qoldirib ketdim. Mehmonxonadan barcha narsalarimni yig'ishtirib, o'sha kechada uyga uchib ketdim. Lekin o'sha tashlandiq joy haqidagi video mening kanalimda hech qachon chiqmadi. Men o'sha mashinada yonib ketgan insonning o'g'liman. Ha, men qotillik qilishgacha borishim mumkin edi. Qasos haqidagi xayollar shunchaki oddiy xayollar emas. O'sha kuni men otamdan ayrildim. U mashinada tiriklayin yonib ketgan. Bu 8 kishidan faqat bittasi g'alaba qozonishi mumkin. Men ularni dahshatli azobni his qilishlarini xohlayman. Shuning uchun bir o'yin o'ylab topdim. Bir insonga yordam berish shunchalik qiyinmidi? Endi men kimman? Maniak, jinoyatchi qotil, aqldan ozgan psix yoki shunchaki adolatni istagan insonmi? Yaqin vaqtlargacha oddiy inson edim. Xuddi mamlakatimizdagi millionlab insonlar singari. Men o'qirdim, ishlardim. Hamma kabi oddiy hayot kechirardim. Lekin bir kuni hammasi o'zgardi. Men insonlarni yomon ko'rib qoldim. Ko'plar buni mizantropiya deb atashadi. Lekin yo'q. Bu ozgina boshqacharoq. Men odamlarni ba'zi bir sabablarga ko'ra yomon ko'rardim. Mizantropiya esa sababsiz hamma odamlarni yomon ko'rish menimcha. Men bu haqida qayerdadir eshitgandim. Balki adashgandirman. Bilmadim. Bu holatga kelishimga bir voqea sabab bo'lgan. Cho'zib o'tirmayman. Bu voqea meni eng yaqin insonimdan ayirgan va juda kuchli emotsional holatga tushib qolganman. Bu holatdan faqat qabrga kirganimdagina qutulishim mumkin. O'sha kuni men otamdan ayrildim. U mashinada tiriklayin yonib ketgan. Tafsilotlarni bilmayman, nima uchun va qanday sodir bo'lganini. Bilganim, otam mashinadan chiqa olmagan va mashina bilan birga yonib ketgan. Bo'lgan voqeadan keyin politsiya menga shunday xabar berdi. Boshida hattoki bu meni otam ekanligiga ishonmadim. Aybdor voqea joyidan qochib ketgan. Uni hali ham qidirishmoqda. Aniqrog'i, otamning ishi bo'yicha mas'ullar menga shunday deyishdi. Lekin ular otamni qotilni qanday qidirishayotganini men bilaman. Kabinetda o'tirib, porno filmlar ko'rib, kofe ichib qidirishmoqda. Shundan keyin men depressiyaga tushib qoldim. Ovqat yeyishni to'xtatdim. Universitetga bormay qo'ydim. Ishim haqida esa butkul unutdim. Ichishni boshladim. Otam men uchun juda qadrli edi. Xuddi yaqin do'stimdek. Men otamga hamma muammolarim haqida bemalol ayta olardim. Va u meni har doim qo'llab-quvvatlar edi. Doim tushunardi. Otam meni bir o'zi katta qilgan. Onam ham yonib ketgan, lekin olovdan emas, giyohvandlikdan. Xullas yoshligim qiyinchilikda o'tgan. Lekin otam hamma qiyinchiliklarni o'z yelkasiga olgandi. Shunday qilib u o'ldi. Lekin bunday bo'lishi mumkin emasdi. Men har doim tushunganman. Odamlar qarilikdan yoki kasallikdan o'lishi mumkin. Lekin bu faktni qabul qila olmasdim. U sog'lom va baquvvat odam edi. Hali ko'p yashash kerak edi. Buni ustiga otamni qotili ozodlikda va qayerdadir sayr qilib yuribdi. Umid qilamanki, otam har kechasi o'sha sukkani tushiga kirib bo'g'ayotgandir. Lekin mendagi yomon tuyg'ular bundan emasdi. Bu voqea shaharning qoq markazida sodir bo'lgan. Bilasizmi yana nima? Politsiya menga guvohlar yozib bo'lgan videolarni ko'rsatganda shuni ko'rdimki,
Biror bir svoloch unga yordam berishga harakat qilmagan. Mashina birdan tez yonib ketmagan. Har qanday odam borib, hech bo'lmasa nimadir qilishi mumkin edi. Yo'q. Ular shunchaki tomosha qilishgan va telefonda videoga olishgan. Ular otamni og'riqdan baqirayotganini shunchaki videoga olishgan. Takrorlayman. Biror bir tvar mashinaga yaqinlashmagan. Shahar markazi. Video fonida ba'zilarning kulgusi ham eshitilgan. Juda kulgili. Keyin esa mashina yanada kuchliroq yongan. Otam ham juda qattiq baqirgan va birdan tinch bo'lib qolgan. Kimdir o't o'chiruvchilarni va tez yordamni chaqirgan. Lekin kech bo'lgandi. Ular kelishganda allaqachon otam mashina bilan birga yonib ketgandi. Ular unchalik katta bo'lmagan olovni o'chirishdi xolos. Atrofdagilar esa videoga olishda davom etishardi. Va hech kim, takrorlayman, hech kim biror narsa qilishga harakat ham qilishmagan. Bizda mana shunday mentalitet. 80% odam oddiy hayot tarzini kechiradi. Hech kimga hech narsa kerak emas. Birovga yordam berishni hech kim istamaydi. Bu odamlar kimgadir yaxshi yoki yomonligini umuman o'ylashmaydi. Asosiysi o'zlarining ketlari yaxshi va issiq bo'lsa bo'ldi. Shuning uchun ham hamma joyda tartibsizlik va bu tartibsizlikdan qochib qutulib bo'lmaydi. Qachonki bu avlod o'lib, yangi avlod paydo bo'lsagina mentalitet o'zgarishi mumkin. Bilasizmi? Men o'sha vaqtdagi holatimda boshimga har xil yomon xayollar kelardi. O'z jonimga qasd qilish haqida o'ylardim. Lekin ko'pincha bu 3 xonali bo'm-bo'sh kvartirada yotganimda boshimni qasos haqidagi xayollar egallab olardi. Qachonki morgda yaxshigina pul evaziga otamni ozgina bo'lsa ham dafn marosimiga tayyorlab berishganda o'zimga kelishni boshladim. Lekin dafn marosimidan keyin ham mening yelkamdagi yuk yengillashmadi. Uni qabrini ko'rib, meni holatim yanada og'irlasha boshladi. Dafn marosimida faqat men bor edim va shu qabriston ishchilari. Kechasi bilan ichdim. Bar uyimga yaqin edi. Kechasi bilan ichib, barmenga qanchalik u chimo ekanligi haqida leksiya o'qidim. Shundan keyin meni boshimga yaxshilab tushirishdi va ko'chaga olib chiqib tashlashdi. Men mana shunday otamni esladim. Bilaman, bu noto'g'ri. Lekin men bo'lgan voqeani ozgina bo'lsa ham unutmoqchi edim. Lekin yanada battarroq bo'ldi. Ertasi kuni juda kuchli bosh og'rig'i bilan uyqudan turdim. Shuning uchun bu kun haqida aytib o'tirmayman. Lekin keyingi kuni juda qiziqarli bo'ldi. Ertalab ozgina bo'lsa ham yaxshiroq holatda uyqudan turib, nonushta qildim va 3 ta sigaretni ketma-ket chekib, maqsadimni tushundim. O'sha vaqtdagi holatim hozirgidan ancha yaxshi edi. Xayolimda faqat qasos edi. Rejalarimni ham bemalol amalga oshirsa bo'lardi. Ha, men qotillik qilishgacha borishim mumkin edi. Qasos haqidagi xayollar shunchaki oddiy xayollar emasdi. Yo'q, men jiddiy holatda edim. Meni yo'qotadigan boshqa hech narsam yo'q. Do'stlarim ham, yaqinlarim ham. Xullas, hech kimim yo'q edi. Bu dunyoda men yolg'iz edim. Ertasi kuni erta tongdan o'ylaganlarimni amalga oshirishni boshladim. Men kuni bo'yi internetdan mos joyni qidirdim. Odamni vaqtinchalik behush qiladigan eng yaxshi vositalarni, kerakli asbob-uskunalarni qidirdim. Sxemalarni chizdim. Va o'sha kuni otamning kartasidagi hamma pulni yechib oldim. Bir nechta kreditlar oldim. Vaholanki bu kreditlarni to'lamoqchi ham emasman. Barcha jamg'armalarimni olib do'konga bordim. Arqonlar, pichoqlar, arra va yana menga kerakli ko'plab narsalarni sotib oldim. Dorixonadan uxlatadigan dorilarni oldim. Xullas, kerakli hamma narsani sotib olgandim. Qolgan pulga esa eski bir mashina oldim. Haydashni bilaman, hattoki guvohnomam ham bor. Men endi tayyorman
Keyingi maqsad politsiya mahkamasiga borib, o'sha videoroliklarning nusxasini olishim kerak. Va kim qayerda yashashini, ularni qanday topishni bilishim kerak. Bu bilan ertaga shug'ullanaman. Bugun esa eski shakar zavodiga borishim kerak. Bu zavod shaharning bir chekkasida joylashgan. Uzoq yillardan beri tashlandiq holda. Bundan tashqari, uning atrofida ham birorta tirik jon yo'q. 1 soatdan keyin o'sha joyga bordim. Binoning podvalidan o'z g'oyam uchun mos xonani topdim. Aytgancha, aytish yodimdan ko'tarilibdi. Bu katta shou bo'ladi. YouTube blog твою мать. O'sha yonayotgan otamni videoga olgan har bir tvarni topaman. Va men ham ularni videoga olaman. Lekin hammasini birgalikda. Bularning hammasi jonli efirga uzatiladi. O'ylaymanki, tomoshabinlar yetarli bo'ladi. Efirni taqiqlamasliklari uchun ba'zi narsalarni senzura qilish kerak. Men tuni bilan xonani tayyorladim. Chiroq o'rnatdim. Boshqa xonadan topgan eski bir mebelni qo'ydim. Ovoz izolyatsiyasi yaxshi. Hech kim hech narsani eshitmaydi. Hamma narsani o'sha oldindan chizilgan sxemaga asoslanib qildim. Hamma narsa eng kichik detallargacha ishlab chiqilgan. Nihoyat 3-kuni kechasi uyimga keldim. Ertasi kuni politsiyaga bordim. Kichik summa va uzoq suhbatdan keyin o'sha voqea sodir bo'lgan joyda kim bo'lsa, hammasini koordinatasini qo'lga kiritdim. Aynan o'sha yobani iPhone bilan videoga olganlarni albatta. Keyingi kuni ularning ijtimoiy tarmoqlarini analiz qildim. Rasmlarini, do'stlarini, kim bilan va qayerda. Ikkita ahmoqning kichik uka va singillari menga hamma ma'lumotlarni aytib qo'yishdi. Qayerda, kim yashaydi va qachon qaytadi. Bu men o'ylaganimdek qiyin bo'lmadi. Endi aynan o'sha ikkita ahmoqdan boshlaymiz. Men uzoq kutmayman. Bittasini kechasi podyezdda uchratdim. Mast holatda uyiga ko'tarilayotgan ekan, chimu. Bo'ynidan ukolni olgandan keyin tanasi polga quladi. Uni tezda bog'lab mashina bagajiga ortdim. Telefonidan sim kartasini olib, otib yubordim. Bagajnikni yopdim va ikkinchisini topish uchun yo'lga chiqdim. Ikkinchisini yoshi kattaroq ekan. Uni ham ko'chada yiqitdim. Avvalgidek sim kartasini otib yubordim va tanani bagajnikka ortdim. Men ularni shu holatda o'ldirishim ham mumkin edi. Lekin bu qiziqarli emas. Bu ikkalasini zavodga olib bordim va ertasi kungacha bog'langan holda qoldirdim. Qattiq bog'lab qo'ygandim, lekin har ehtimolga qarshi eshikni ham qulflab ketdim. Qolganlarni ham 2 kun ichida topib, o'sha syomka bo'ladigan podvalga olib bordim. Kimnidir fake akkaunt orqali uchrashuvga taklif qilib, hushidan ketkazdim. Kimnidir ko'chadan yoki podyezddan topdim. Lekin podyezd eng yaxshi variant. Bittasini hattoki bardan topdim. Xullas uni barda mehmon qildim. Men uyimga borishimizni taklif qildim. Va biz zavodga bordik. Standart sxema. Xullas ular 8 kishi bo'ldi. O'sha birinchi bo'lib olib kelgan odamlarim allaqachon och qolishibdi. Bechoralar. Ularga non va mayonez sotib olishimga to'g'ri keldi. Ularni nonga tashlanishganlarini ko'rganingizda edi. Aytgancha aytish yodimdan ko'tarilibdi. O'sha 8 ta marazni orasida qizlar ham bor edi. Bittasi juda ham qo'rqinchli. Xuddi yader ulushidan chiqqandek. Qolganlariga esa chidasa bo'ladi. Qidiruvdan bo'sh vaqtimda kanal ham ochdim. Ro'yxatdan o'tkazdim. Har ehtimolga qarshi, axlatga qarshi choralar deb nomladim. Kanalni blok qilmasliklari uchun albatta. Xushiga kelganlar allaqachon shokda edi. Ular baqirishardi, qizlar yig'lardi. Bog'langan qo'llari bilan devorga urishardi. Nima foyda? Aytib o'tishim kerak. Ularga umuman rahmim kelmasdi. Bir tomchi ham. Boshida bu ishni qila olmayman deb o'ylagandim. Vijdonim yo'l qo'ymaydi degandim. Lekin yo'q. Men adashgan ekanman. Va ba'zida hatto bu menga aqldan o'zishdek bo'lib tuyuladi.
To'g'risi, bu qanday bo'lishini allaqachon tasavvur qildim. Lekin haqiqatdan nima bo'lishini mana endi aytaman. Men ularni dahshatli azobni his qilishlarini xohlayman. Shuning uchun bir o'yin o'ylab topdim. Bu 8 kishidan faqat bittasi g'alaba qozonishi mumkin. Lekin u dahshatli jarohatlar bilan qoladi. Lekin tirik. Ular hammasi stulda o'tirishadi. Albatta stulga bog'langan holda. Qo'llarini qimirlata olishi uchun ularni faqat qo'llarini yechib qo'yaman. Lekin baribir ularning qo'llari bir-biriga bog'langan holda bo'ladi. Ularning vazifasi shunchaki qutini ochib, qog'ozni olish va qog'ozda nima yozilgan bo'lsa, shuni bajarishdir. Men-ku u yerda nima yozilganini bilaman. Ular esa yo'q. Agar ulardan birortasi ahmoqlik qilmoqchi bo'lsa, unda boshining yarmini yo'qotadi. Men kecha katta macheta sotib oldim. Katta pichoq, xuddi qilichdek. Aytganimdek, bu xonadan faqat bittasi chiqib ketishi mumkin. U uchun ham alohida surpriz bo'ladi. Ertaga boshlaymiz. Jonli efir bo'lmaydi, chunki negadir internet yaxshi ishlamayapti. Muhim emas, menda kamera bor. Bu o'sha ahmoqlarning telefonlari ham. Bir nechta kameralar bo'ladi. Keyin videoni montaj qilaman. O'ylaymanki, yaxshi bir kontent bo'ladi. Men o'sha 8 kishi yotgan xonaning eshigini ochdim. Kimdir allaqachon shimini ham bejab bo'lgandi. Ter va qo'rquv hidi anqib turardi. Xo'sh, videoga olishni boshlaymizmi? Qo'yib yuboring meni. Sen o'zi kimsan, jin ursin suka? Deb baqirdi o'sha birinchi bo'lib qo'limga tushgan odam. Bilasanmi asosiy muammo nimada? Sen bizni emas, meni qo'yib yuboring deb baqiryapsan. Qolganlarchi? Ular haqida o'ylamaysanmi? Ha, sen uchun qolganlar ahamiyatsiz. Men kimman? Men o'sha mashinada yonib ketgan insonning o'g'liman. O'sha voqeani eslab, uning yuzi tezda o'zgardi. Bu men emas. Meni nima aloqam bor? Men mashinani yoqib yuborganim yo'q. Iltimos, o'tinaman. Meni qo'yib yuboring. Sen yoqib yubormading. Lekin u azoblangan vaqtda sen hech nima qilmagansan. Nafaqat sen, shu yerdagi hammangiz hech nima qilmadingiz. Bir insonga yordam berish shunchalik qiyinmidi? Yo'q. Siz uchun eng asosiysi buni Instagram storiesga joylash, to'g'rimi? Ha, mayli. Hozir juda qiziqarli stories bo'ladi. Nima qilmoqchisiz? Qizlardan biri so'radi. Sen yaxshisi biz nima qilishimiz kerak deb so'ra. Hozir o'z baxtsiz hayotingiz uchun qanday kurashishingiz haqida juda qiziqarli video suratga olamiz. Kurash dahshatli, lekin juda qiziqarli bo'ladi. O'ylaymanki, bu meni obunachilarimga juda yoqadi. Juda ko'p like yig'aman. Sizlar suka tupoy biomusorlar, jamiyatning iflos qatlami. Sizlar hech qanday foyda keltirmaysiz. Siz faqatgina jinsiy aloqa qilishni, yeyishni, ichishni va telefonda soatlab o'tirishni bilasiz. Siz biomusorsiz, hech nimaga qodir emassiz. Sen nimaga qodirsan? Deb so'radi bir qiz. Men hozir ko'rasan. Jamiyatni sizga o'xshaganlardan tozalab foyda keltiraman. Mayli, gap sotishni to'xtatamiz. Hozir men sizlarni ukol qilaman va ertaga biz boshlaymiz. Yana qichqiriqlar, so'kinishlar, yolvorishlar boshlandi. Hammasini uxlatib qo'yib uyga qaytdim. Ertalabgacha to'yib uxladim. Ertasi kuni ertalabdan hukmni bajarish uchun yo'lga chiqdim. Qachonki zavodga kelib xonaga kirganimda, ular allaqachon uyg'onishgandi. Kecha ularning og'izlarini skoch bilan bog'lab tashlagandim. Eshikni ochganim bilan ular ming'irlay boshlashdi. Bas qiling. Aks holda anosingizni yirtib, o'z axlatingizni o'zingizga yediraman. Kameralarni o'rnatib, hamma narsani tayyorladim. Qizlar tinmay yig'lardi. Yigitlar esa dag'dagʼ titrardi. Xullas eshiting. Hozir men 30 ta gugurt qutilarini olib kelaman.
Bu qutilarda siz bajarishingiz kerak bo'lgan vazifalar bor. Agar rad etsangiz, o'yindan chetlashtirilasiz. O'ylaymanki, chetlashtirish qanday bo'lishini tushuntirishim shart emas. Hammangizning imkoniyatingiz teng. Baxtga qarshi bir kishining g'alaba qozonishi nafaqat o'ziga bog'liq, balki atrofdagi birodarlarga ham bog'liqdir. Xullas, sizga omad tilayman. Men hozir qutilarni olib kelaman. Men sumkadan qutilarni oldim va ortimga qaytdim. Xo'sh, kameralarni yoqdim, yozishni boshladi. Hozir hammangizni og'zingizni bo'shataman. Mabodo bitta so'z eshitsam, darrov qo'shimcha qutini qabul qilib olasiz. Xo'sh, boshladikmi? Men har birining og'zidagi skotchlarni olib tashladim. Qizlar yig'lashdan to'xtamadi. Tayyormisiz? Endi sizni ruxsatingiz bilan videoga olishni boshlayman. Qutilardagi vazifalarni tuni bilan yozib chiqdim. Shunchalik boy fantaziyam borligidan o'zim ham hayron qoldim. Sizlarni ismingizga tupurganman. Shuning uchun sizlarni raqam bilan chaqiraman. Soat yo'nalishi bo'yicha. Rozimisiz? Rozisiz. Xo'sh, birinchi. Qani qutini ochchi, senga qanday vazifa tushibdi? U qutini ochdi. Barmog'ingni tishlab yulib ol. O, juda yaxshi. Men qo'limga machetani oldim. Agar rad etsang yoki vazifani bajarmasang nima bo'lishini bilasan-a? U boshini chayqadi. Juda yaxshi. Meni qo'yib yuboring. O'tinaman. Yoki hech bo'lmasa yeyishga biror nima bering. Yeyishga? Mana hozir yeysan barmog'ingni. Qaytgancha, ortiqcha gaplar uchun mana senga qo'shimcha quti. Qani ochchi nima bor ekan? Opa! Bitta qulog'ingni kesib tashla. Juda yaxshi. Qani boshla. U menga qarab nimadir demoqchi edi. Lekin yana bitta qo'shimcha quti olishdan qo'rqdi. U boshqa yo'l yo'qligini bilardi. Baribir bu ishni qilish kerak yoki o'ladi. U barmog'ini og'ziga tiqib, qattiq tishlay boshladi. Og'zidan qon tomchilardi. Baqirardi. Juda qattiq baqirardi. Bu qichqiriq meni qulog'imga musiqa bo'lib eshitilardi. Keyin u boshqa qo'li bilan iyagiga qattiq urdi. Shunda barmog'ini to'liq tishlab uzib oldi. Ko'z yoshlari og'zidan oqayotgan qonga aralashib ketgandi. Qani endi ikkinchi vazifani bajar. Mana senga pichoq. Boshla, sen uddalaysan. Qolganlar hech qanday ovoz chiqarmasdan sodir bo'layotganlarni dahshat bilan kuzatishardi. O'sha yigit baribir bitta qulog'ini kesib tashladi. Ozgina baqirdi, keyin esa tinchlandi. Ba'zida chuqur nafas olib qo'yardi. Endi go'zal hurliqoga navbat. Qani qutini ochchi, senda nima ekan? O, sochingni yoqib yubor. Mana senga zajgalka. U yig'lagan holda zajgalkani yoqib, sochiga yaqinlashtirdi. Uning sochlari xuddi gugurtdek tezda alangalanib, butun xonani badbo'y hidga to'ldirdi. Qiz tinmay yig'lardi. Nega yig'layapsan? Umuman olganda sen juda omadli ekansan. Xo'sh, salom. Qani och. Dedim uchinchi odamga yaqinlashib. O'ng tarafingdagi odamni qo'lini chopib tashla. Afsus. Xo'p, mayli. Mana senga kerakli asbob. Men boltani stolga tashladim. Shunda hozir sochini yoqib yuborgan qiz tezda boltani qo'liga olib, uchinchi odamni boshiga sanchib qo'ydi. U o'lgan holda stol tagiga yiqildi. Bitta odamni o'yindan chiqarding. Yaxshi yurish. Davom etamiz. 4-chi, seni navbating. U qiz qutini ochdi va baqirib yig'lashni boshladi. Ko'kragingni kesib tashla. Mana bu endi juda qiziq. Mana senga pichoq, qani boshla. Nega bunday qilyapsiz? Biz sizga nima qildik? Nima uchun? Gap shundaki, siz hech nima qilmadingiz. Mana senga yana bitta qo'shimcha quti. Bu ortiqcha gaplar uchun. Xo'sh, qutida nima bor ekan? Opa! Qizdirilgan mixni burun teshigiga tiqish. Fu,
Sen qiz juda omadsiz ekansan. Qiz lifchigini yechdi va pichoqni oldi. U ko'zda yosh bilan pichoqni ko'kragiga yaqinlashtirdi. Keyin esa baqirdi. Men buni qila olmayman. Va pichoqni stolga tashladi. Seni xohishing. Men machetani oldim va shunchaki uni boshini ikkiga bo'lib qo'ydim. Uni miya qoldiqlari butun xona bo'ylab sochilib ketdi. Davom etamiz. Keyingi navbat yana bir jentlmenga. Qani och. Drill bilan tizzangdan teshik och. Tasodifni qara, xuddi bilgandek o'zim bilan drill olib kelganman. Ushla. Yigit drillni oldi. Qurol uni terlatib yuborgandi. Ko'zidan yosh tomchilardi. Lekin u bir og'iz so'z aytmasdan drillni yoqish tugmasini bosdi va tizzasiga yaqinlashtira boshladi. Butun xona bo'ylab qo'rqinchli qichqiriq yangradi. U drillni tashlab qaltiragan holda stuldan yiqildi. Uning tizzasidan, og'zi va burnidan qon ketishi to'xtamasdi. Yaxshi, davom etamiz. Keyingi navbatda yana bir yigit o'tirgandi. Qani och. Kaftni elektr plitada 3 daqiqa ushlab turish. Bunisi endi juda qiziq. Aytgancha, plita qani? Sen xavotir olma, men hamma narsani oldindan tayyorlab qo'yganman. Men stol tagidan plitani oldim va akkumulyatorga qo'shdim. Plita qizarib ketdi. Yigit avvaliga o'ylandi, yig'ladi. Meni qo'yib yuboring deb pichirladi. Lekin men umuman bularga e'tibor bermadim. Menga sodir bo'layotganlar juda yoqayotgandi. Kaftingni qo'y yoki rad et. Yigit birdan kaftini plitaga qo'ydi. Yana butun xona bo'ylab qichqiriq ovoz yangradi. U kaftini taxminan 10 soniya qo'yib turdi va haligi qizning taqdirini takrorladi. Ikkita sog'lom odam va yana 3 ta deyarli nogironlar qolgandi. Seni navbating, qani och. Ko'zingni o'yib olib, uni ye. Men hech nima demasdan uning oldiga pichoqni tashladim. Psix, suka, blyat, nimalar qilyapsan o'zi? Ko'z yoshi bilan baqirdi o'sha yigit. Kimdir yana qo'shimcha qut xohlaydimi? Sizlarni hech tushunmadim. Mayli, ushla. Da pashol ты нахуй. O, ko'ryapman, juda jasur ekansan. Xo'p, mayli, nima ham qilardim? Men machetani olib, avval uni bir qo'lini chopib tashladim. U baqirib chopilgan qo'lini ushlab qoldi. Qon miya bo'laklariga qo'shilib, butun xona bo'ylab tarqala boshladi. Nima? O'yin yoqmayaptimi? Bu qo'lni chopish challenge bo'ladi. Siz challenge'larni yaxshi ko'rasiz-ku, to'g'rimi? Hozir esa oyoqni chopish challenge bo'ladi. Men macheta bilan uni bir oyog'iga ham urdim. Zarbning kuchidan uni oyog'i boshqa tarafga uchib ketdi. U yanada qattiq baqirdi. Keyin esa jim bo'lib qoldi. Menimcha kuchli og'riqdan hushini yo'qotdi. Endi hammangiz menga qarang. Hozir tomoqni kesish challenge bo'ladi. Men pichoqni oldim va uni tomog'idan so'yib tashladim. Ana endi seni navbating, Xurliqo. U tinmasdan qaltirardi. Xuddi kimdir uni Antarktidaga yalang'och qo'yib yuborgandek. Nimaga qaltirayapsan? Hozir qutini ochasan, u yerda nima yozilgan bo'lsa bajarasan va yashab qolasan. Xo'sh, tushundingmi go'zalim? Beixtiyor payqadimki, men xuddi aqldan ozgan psixdek harakat qilayotgan edim. Gapirishlarim ham juda qo'rqinchli. Lekin endi boshqa yo'l yo'q edi. Qani, qutini och. Tirnoqlaringni sug'urib olib, uni ye. Ajoyib. Men sumkadan ombirni olib, uni oldiga tashladim. U yig'lagan holda ombirni oldi va qattiq baqirib, qo'lidagi tirnoqlarini bittama-bitta sug'urishni boshladi. Ikkita barmog'idagi tirnoqlarini sug'urdi va stuldan yerga yiqildi. Barmoqlardan qon otilishni boshladi. U tinmasdan yig'lardi va baqirardi. Menga nimadir demoqchi bo'lardi. Lekin uni baqirishdan hech nimani eshitmasdim. Keyin u yana davom etdi. Ularning birortasiga 1 gram ham achinmasdim.
Balki aqldan o'zi bo'lgandirman. Bilmadim. O'sha qiz menga davom eta olmasligini aytib pichirladi. Men esa uni qo'lini olib, o'zim birma-bir tirnoqlarini sug'urishni boshladim. Lekin u ham shokdan hushini yo'qotdi. Men pichoqni olib, uni boshiga sanchib qo'ydim. Endi faqat 3 kishi qoldi. Sizlarni nima qilsam bo'larkin-a? Mayli, hozir yana bittadan quti beraman. Undagi vazifalarni bajarasiz, keyin esa ketishingiz mumkin. Qani jentelmenlardan boshlaymiz. Xo'sh. Dazmolni o'pish. Dazmolni olganman, lekin uni qizishini kutishimiz kerak. Shuning uchun sen ozgina kutasan. Endi seni navbating, dedim o'sha drill bilan tizzasini teshgan yigitga. Jin ursin, uni so'lagi va ko'z yoshlari qoniga aralashib ketgandi. Sen aniq vazifani bajara olmaysan. Yo'q, to'xtang. Endi kech. Men yerdagi drillni oldim va 50 millimetrlik samarezni to'g'ri miyasiga qotirib qo'ydim. Madam, sizni navbatingiz. Qani oching. Payalnikni orqa teshikka tiqish. Bu eng shafqatsiz vazifa. Avvallari natsistlar shunday qiynoqqa solishgan menimcha. Balki adashayotgan bo'lishi mumkin. Hozir buni ham qizish uchun akkumulyatorga qo'yaman. Dazmol esa tayyor. Qani o'p. Xuddi sevgan qizingni o'pgandek. Men qizigan dazmolni uni yuziga yaqinlashtirdim. U sekin lablarini dazmolga bosdi. Birdan kuyish hidi chiqishni boshladi. Yigit tipirchilay ketdi. Uning lablari kuyib, dazmolga yopishib qolgandi. Dazmol eski va juda og'ir. Men dazmolni qo'yib yubordim. Dazmol yigitning lablarini yulib olgan holda yerga quladi. Yigit darrov hushini yo'qotdi. Men esa ishni oxiriga yetkazish uchun yerdan dazmolni oldim va shunchaki uni boshiga tashlab yubordim. Shu bilan bu yigitning tarixi o'z nihoyasiga yetdi. Demak, sen g'alaba qozonding. Endi payalnikni kerak yo'q. Tabriklayman, dedim va xonaga benzin sepishni boshladim. Tushunmadim. Nima qilyapsiz? Xonaga benzin sepyapman, ko'rmayapsanmi? Lekin nima uchun? Qanday nima uchun? Bu yerni yig'ishtirish kerak-ku axir. Lekin men-chi? Aytdim-ku, sen yutding. Yana bir bor tabriklayman. Sen meni qo'yib yuborasanmi? Qasam ichaman. Bu yerda bo'lganlarni hech qachon hech kimga aytmayman. Menda pul bor. Senga hammasini bor budimni berishim mumkin. Faqat iltimos, meni qo'yib yubor. Men seni qo'yib yuboraman, deb yongan gugurtni xona o'rtasiga tashladim va eshikni yopdim. Podvaldan chiqayotib, oxirgi eshitganim bu o'sha qizning yurakni ezuvchi qichqirig'i bo'ldi. 4 kundan keyin voqea joyidan qochib ketgan o'sha otamning qotilini topdim. Avval men uni topdim, keyin esa politsiya topgan. Uni elektr uzatish liniyasida osilgan holda topishgan. To'g'rirog'i, uni qoldiqlarini. Meni o'yinim tugadi. Endi otam qabrida tinch uxlashi mumkin. Endi nima bo'lishini bilmayman. Balki meni tutib olishar. Balki pul bilan qutulib ketarman. Bilmadim. To'g'risini aytsam, endi menga farqi yo'q. Video so'ngida Oqshomning Telegram kanaliga obuna bo'lishingizni so'rab qolaman. Sababi endilikda Telegram kanalga mutlaqo yangi, eksklyuziv, ya'ni YouTube ga qo'yilmaydigan hikoyalarni joylab boraman. Telegram kanalga o'tish linkini video описаниyadan yoki pastdagi kommentariya bo'limidan topishingiz mumkin. Rahmat.